لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Chet elde Xitayning zulmiga qarshi mücadele qilayotgan vatandagi ashu mazlum xalqini qutqizish uchun harakat qilayotgan bütün Uyghur qarindoshlarımızga bizden salam. Bugün biz bu yerda sizlar ekranda ko'rib turayotgan shaxslarimiz bilan, aktivistlarimiz bilan va bu mücadelede aldığın safda ketayotgan qarindoshlarimiz bilan birlikte bugün aldığımızda kelayotgan 4 ayning 27 kunidagi namoyishninki tayyorlik xizmati ustida tafsili bir şekilde paranglashimiz. Allohim meylanda razı bo'lsin. Men bu texniklik meselelerge bir taraftan qaragach, bu qarindoshlarimizni sizlarga qisqacha tanishtirib o'taman. Eysa Qari Hacim Gollandiya Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif Tashkilotininki baş katibi. Bundan başqa ustida Ulul Qasim Abdulaziz qarindoshimiz Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif Jamiyatininki muavir reisi ve ondan başqa Dop kiyip oltuğan bizimki neçe vakittin beri qarindoshlarga tanışlık bo'layotgan, Gollandiyada yetişip çıkayotgan ve Gollandiyadagi yoshlarga vakolatlik qilayotgan, Gollandiyadagi yoshlarning mayli tantarbiya sohasida bo'lsin, mayli siyosiy sohalarda o'zining aktivligi bilan ko'zga ko'rinayotgan qarindoshimiz Elshad Islom qarindoshimiz. Bundan başqa bizimki Gollandiyadagi aktiv yoshlardan Abdusalam G'ani qarindoshimiz bilan birlikte aldığımızda kelayotgan 4 ayning 27 kuni Yevropa Parlament oldidagi büyük ve birleşme namoyishini qanday qilamiz masalasi ustida tafsili paranglashimiz. Biz Gollandiyada 9 kishilik bir Yevropa Parlament oldidagi namoyishni tashkillash gruppasi qurgan edik. Yuqorida ko'rayotgan 4 nafar qarindoshimiz bilan men 5 kishi ve ondan başqa 4 nafar qarindoshimiz 9 kishi bu qitimliq namoyishni tashkillaymiz. Bunun başchilik qilamiz. Namoyishninki oldi keyni ve aynı zamanda ilib berilgan masalalar ustida qizg'in maslahat qilishimiz, suhbat qilishimiz ve bu namoyishni qanday qilgan vaqtida to'g'ri, tinch, xotirjam bir şekilde ilib berishimiz uchun kuch chiqaramiz. Ben sözünü hemen Eysa Qari Hacim'e bersem, hammaylarga tanışlık. Eysa Qari Hacim, şükürallah'da pek köp görünmüsü mü ama bu chet elga chiqqan 20 yıllık hayatıda siyasi hizmetlerde olsun, dini hizmetlerde olsun, meyli ma'arif hizmetlerde olsun, aktif hizmet qilayotgan ustozlarimizdan birisi. O'tgan qitimda bu 9 kishilik grupda ma'lum hizmetlerini öz üstüge aldı ve bugün şu hizmetlerden bir baştan bizge tepsilatını sözlegeç. Meninki şahsi teklifim bo'lgan bu namoyishda dinimiz, bizning imanimiz, aqidimiz nimdeydi? Bugün neçe vakittin beri ixtilof qilib namoyishning foydasi yo'q deganlarga nisbatan, namoyish bir ish qilolmaydi deganlarga nisbatan dinimiz nimdeydi? Qur'on nimdeydi? Hadis nimdeydi? Bunun bir cevap anlasak degan teklifni o'tirib qo'ygan edim. İnşallah bugün bizge namoyishninki ahamiyati to'g'risida dinimiz ko'rsatgan yo'l yo'riqlardan biraz bizge bunu suhbat qilib turdi. Undan keyin biz namoyishni qanday ilib berish masalasida bu boshqa qarindoshlarimiz bilan tafsili paranga ya'ni suhbatga tushamiz. Assalomu alaykum Eysa Qari Hacim, ikramimizga xush keldilar. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun, sizin kıymetli vaktini elip ekranda görüşüp oturup yani abay degenimizge okşaş sözünü kıskartıp deyissem dinimiz, Kur'an'ımız, hadisimiz bu namoyish meselesi de kandak bir meselelerini oturup koydu. Bu doğrusunda biraz sohbet qilib bersizlar, ondan keyin biz meselelerge konkret şekilde kirib ketdilar. Merhamet. Buludu en aldı bilen benim şu stüdyoga teklif kılıp şu fırsatını bergenlerge köp rahmet. Hem qarindoshlar bilan birga tunji qatim
bu kollektiv videoga chiqyapman. Qarindoshlarimiz shu orqali salomimni yo'llayman. Hem şunun bilan birga bütün ko'rguvchilarimizni dunyoning nayda yashasin bizning Sharqiy Turkistonlik vatandoshlarning hammasiga qizg'in salomimni yo'llayman. Endi sizning so'ragan savollari masalasiga kelsak, bu savol bir qadar keng doiralik bir savol bo'lib, bu savol aslida namoyishning islomdagi hukmi emas, musulmonning yurtini boshqa bir davlat, jahongir bir davlat besib olsa, u musulmonlarga islomning bergan vazifasi, islomning ko'rsatgan yo'li qaysi deb so'ralsa, eng to'g'risi bu shaklda so'ralsa to'g'ri bo'ldi deb qarayman. Hamda Sharqiy Turkiston zemini hammaga ma'lumki 1949 yıldan keyin Xitoy kommunistlari tarafidan uzun muddatli shaklda besib olindi. Shu besib olingan kundan boshlab bütün Sharqiy Turkiston xalqining zimmasiga yuklangan bir vazifa bor. U vazifa nima deganda, u vazifa tajovuzchilarni o'zining vatanidan tamamen qovlab chiqarish. Mayli u namoyish bilan bo'lsin, mayli u boshqa shaklda bo'lsin, tamamen qovlab chiqarish. Biz bugungi dunyoda to'g'ri albatta namoyishning roliga sal qaramaymiz. Namoyishning albatta nihoyatda yaxshi roli bor. Ammo biz bu masalani bizning vatanimizga oldirgan bo'lsak, bizning vatanimizni besib olgan dushmanga namoyish qilish orqali norozilik bildirishimiz iymonning eng to'van darajasi, eng ojiz darajasi deb qarasak xatolashmaymiz. Aslida Sharqiy Turkiston xalqi vatani besib olingandan tortib bu dushmaniga tish tirnoqi bilan qarshi turish lozim. Sharqiy Turkiston xalqi bunga qarshi turish imkoni bo'lmasa, bu xalqning atrofidagi musulmon qarindoshlarga Sharqiy Turkiston xalqiga yordam berish shar'an farz bo'lgan bir holatda, albatta biz bu hukmlarni bayon qilish orqali boshqa qarindoshlarimizni xatolikqa nisbat bermoqchi emasmiz, qarindoshlarimizni ayblamoqchi emasmiz. Albatta boshqa millatlarning o'ziga xos qiyinchiliklari bor, ammo bo'lgan bo'lsa-mu yana biz xalqqa bo'layotgan zulmni biz eng başta özümüz ko'rishimiz lozim. Özümüz ko'rgandan keyin atrofimizdagilarni bu bo'layotgan zulmni ko'rib bizga yordam qo'lini sunish lozim. Endi hozirgi ahvolga qarasak, bunday bir ish bo'lmaganligini ko'ryapmiz. Xulos qilib aytsak, bizning vatanimiz mustamlikaga aylangandan beri ta hozirgacha biz mustabidlikning tugamagan zulmning aslida yaşab kelyapmiz, bununla bardoshlik beryapmiz. Ammo bu zulmga shuk to'masligimiz lozim. Shariatning bununga bo'lgan hukmi nima deganda, zulmga qarshi turmay jim turish bu shaytondandir degan hadis sharif bor. Ya'ni zulmga jim turishga bo'lmaydi. Hem biz düşmanımızdan hem insaf küçükü hem bulmaydı. Çünkü o bizim düşmanımız, bizim vatanımızı besib oldi. Biz mani kılsak düşmanımız bizge mani kılmaydı deb bunu to'g'ri tushunishga ham bo'lmaydi. Xulos qilib aytganda düşmanga qarshi turish, düşmanni o'z vatanidan qo'g'lab chiqarish bu bütün Sharqiy Turkiston xalqi uchun farzi ayndir. Unda bo'lganken namoyish qilish bu farz ayının işideki bir cüz'i meseledir. Yani şunda bo'lsa-mu, endi bu biz Avrupa'da yaşayotgan Sharqiy Turkistonlik bo'lish suhbatimiz bilan hem Gollandiyada yaşayotgan bir vatandosh bo'lish suhbatimiz bilan bu qadimki Yevropa
parlamentinin aldıda ötküzüldüğün namayış meselesi de biz ciddi şekilde nait akılanlık bilen yaxşı oylanıp Gollandiyada yaşayotgan bütün Uyg'urlar bu namoyishga qatnashishi lozim. Chunki Gollandiya Yevropa parlamentiga eng yaqin bo'lgan 100 kilometrdan Gollandiyaning chegarasidan hisoblasak Bruksel shahri 100 kilometrdan az bir masofada. Mushundaq bir yaqin masofada turib bu namoyishga qatnashmaslik, buning beparvolik bilan qarash bu Allohning buyrug'iga Allah'ınki hükmüge sel qarğanlıq hesaplanır. Allah razı olsun. Yani sizler birazdan aldı dedi ki bu zulümga yani sükut kılış bu şeytanlıktır degan bu ulamalarımızın, alimlerimizin sözünü naklet kıldılar. Demek ki bir adam zulümga sükut kıygan bolsa biz onu şeytan okşatsak bolamdı. Elbette şeytan okşatsak bolurdu. Zulümga karşı turuş bu insanın tabiitte emas. Bütün hayvanatның dünyada ciniva yaşaydıgan hayvanlarının ümüçük kurt qoңguzgacha bo'lgan canlıkların hemmisinin tabiiyeti. Ama onun için bizdek sözleyeleydigan, köreleydigan bir insan kılıp yaratılgan bo'lgan değil bu hayvanların işini. Biz zulümge karşı duruşumuz onunla en ünümlük şekilde düşmanga zarbi berishimiz bu aqlan hem şer'en vacip deb qaraydi. Allah razı olsun. Yani biz bunundan keyin çünkü biraz keskinleşiyotimiz. Neçe vaqtdan beri biraz az bir kısım Uyg'urlar uyg'ongan bo'lsa-mu, hozir butunlay Uyg'urlar chet eldagi muhojirlar umumyuzlik uyg'onishga boshladi. Shunga albatta biraz pichoqni biraz keskinleştirishga to'g'ri keldi. Bunun o'xshagan, bundan keyin bu inqilobga, bu mujodalaga qatnashmagan Uyg'urlar ustida bu xil shakldagi, ya'ni ulamalarimiz bizga qoldirib qo'yib ketgan so'zlarni ishiltish, ismlarni qo'yish bizga biraz yarashadigan bir holatga keldi. Rahmat. Men so'zni Obul Qasim, ya'ni Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyatininki muavir raisi, aynı zamanda sobiq raisi, hozir muavir rais bo'ldi. Xo'sh, ya'ni bu 9 kishilik guruhdan boshlasak so'zni, 9 kishilik guruhininki qurilish maqsadi, qachon qurildi, nima uchun qurildi va nima ish qilmoqchi, bu masalada biroz to'xtalgan bo'lsak. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Va barliq bizni hozir ikramdan ko'rayotgan qarindoshlarga hammasiga salomimni aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va shuning bilan birga bizga bu fursatni yaratgan, mush imkoniyatni yaratgan Husayn Tajalli qarindishimizga alohida rahmatimni, tashakkurimni aytaman. Biz kelgandek Gollandiyada birinchi oyninki herhalde birinchi oyning 10-15 oralig'ida tunji namoyishninki xabari keldi. Bu xabar qanday vaqtida tunji bir telefon yig'ini ichida Yevropadagi bütün tashkilotlarninki boshlari asos qilingan telefon yig'ini ichilib, bu yerda 4 oyninki 27 kunisi Brukseldagi cho'ng bir 5000 kishilik namoyishning bo'lganligi, buningga birlashma namoyishing bütün Yevropadagi tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin, umumyuzlik bir qo'zg'alishninki berishimizning muhimligi, bu maslahat bo'lgandan keyin jiddiy Gollandiyada bu namoyishga tayyorlik qilish bir guruhning qurilishining muhimligi o'rtaga chiqdi. Çünkü bu namoyish fakat bir tashkilotniki yoki bir o'rinninki o'rlashtirgan tashkilot namoyish emas, balki umumyuzlik xalqimizniki qo'zg'alish kerak bo'lgan bir namoyish bo'lganligi uchun buningga Gollandiyadan ko'p sondagi aktivlarimiz yoki tashkilot boshlig'lari bo'lsin yoki media sohasida bo'lsin, yani Gollandiyada şu vatan davası, Sharq Turkiston davası için alayda aktif
hareket kılıvattan karindaşlardan 10 kişini o'ylashib bir grup kurup bu grupninki maqsadi o'sha namoyishninki yaxshi jonliq bo'lish uchun bir grup qurgan bo'ldik. Oxirida 9 odam bu grupda bo'lgan bo'ldi. 9 odamninki ismini deb kelsak, hozir men ekranda o'tirgan 5imiz bor. Undan boshqa Abdusalom qarindishimiz bor. Uyg'ur Tor Nida radiosiningki qurg'uvchisi Abdusalom qarindishimiz bor. Ve Yavrupa Şarkı Türkistan Mağarı Cemiyeti'nin reisi Abdurrahman Karım var. Ve Fidailer Tor radyosu ve televizyonunki kurgucusu Ahmetcan Fidai var. Ve şununla birlikte Zeynettin Tursun yani Gollandiya'daki kurultayınki temsilcisi bu var. Yani şu 9 adamdan tayip tapkan bir heyet kurgan bulduk. Bu heyetninki qurilish sabab g'obiy deb o'tgandek Gollandiyadagi umumiy xalqni bu namoyishga tashviq qilib, ularni yetaklab va shu namoyishga berib qaytib kelgan xalqdagi butun ehtiyojlarni va ularni tartib solish va tashviq qilish, ularni xotirjam olib kelishga tashkillashni asos qilgan bir guruh. Bu guruh ikkinchi ayninki herhalde 4'te veya 3'ü tarafında biz tunji yig'inimizni ochgan bo'ldik. Tunji yig'inimizni ochgandan keyin tunji xizmati 4-ayning 2-ayning 5'i G'olji voqeasi namoyish munosabati bilan shu namoyishda e'lon qilgan bo'ldik. Va shu namoyish jarayonida tunji video ishlatildi. Yani o videoningki asosli maqsadi shu 4-ayning 27 kunisi bo'lmoqchi bo'lgan namoyishning tashviqoti bo'lgan bo'ldi. Umuman shu bu guruhninki qilmoqchi bo'lgan qurilishdagi maqsad va qurgan shaxslar shu. Allah razı olsun. Bu namoyishninki 4-ayning 27 kunisiga qadar tashviqot qanday bo'ladi? Buningki tafsiliy bir şekilde o'rinlashtirilishi qanday bo'ladi? Yotoq, tomoq berib kelish qanday o'rinlashtirdi? O to'g'risida men yana sizdan so'rayman. Ben sözünü İlişat Esen qarindishimizga bersem, yani bugungi kunda Gollandiyada aktif yoshlardan 100'dan ortiq aktif yoshlarimiz bor. Hozir biz ko'rayotgan, ammo biz bilan jiddiy aloqada bo'lmasimi, ammo yana o'zininki xizmatlari bilan shug'ullanayotgan aktif yoshlarimizdan bir qancha yuzi bor. Yani Gollandiya Yevropa tavasida siyasi harekette aktif bo'layotgan, oldin ko'rinib turayotgan bir davlat. Buningki yani yoshlarninki vakili bo'lib bütün faaliyetlarda aktif rol oynayotgan qarindishimiz İlişat Esen, İlişat İslam qarindishimiz. Bu qarindishimiz bugün yani bu namoyish uchun yoshlar ichida qanday bir inkaslar bo'layotdi, qanday qilmoqchi bo'layotimiz yoki bu to'g'risida o'zininki bir ko'z qarashini so'zlab baqsa oldi bilan undan keyin biz tafsiliy masalalarga kirsak. Marhamat. Ve aleyküm assalam. Oldi bilan ziyorat qilingizga ko'p rahmat. Nurg'un qarindoshlarimiz biladi Gollandiyada hozir yoshlarni Gollandiyada chiqib atraf 80-90 dek bola bor. Shu vatan millat uchun har qanday foydali sog'lom hodisa bo'lsa, oqibatda har qanday qo'limizni tildigan yordamni qilamiz deb tayyor bo'lamiz. Albatta bu xabarni olgan ekan va yaxshi bir ish, yaxshi bir plan, ovozimizni butun dunyo anglaganga yaxshi bir fursat. Bu xabarni anglab bo'lgan yoshlarga tartib bo'lgan ekan. Albatta hammasi boradiganlar va har turli yordam qilganga her zaman tayyor. Bolalarning inkasi nihoyat yaxshi. Har xil o'xshamaydigan planlarni tuzadi. Bolalarningki misol namoyish bo'lgan kayfiyat yuqori va muhim deb ko'radi. O'xshamaydigan planlarni tuzab qilmoqchi faoliyat qanday shaklda tatmochi qadamning diqqatini tortalaymiz.
Ondan sonra yaxşı planı qilib, taqımcı qadar anlatalıyız. Yani o'xshamaydigan planlar qilyapti. Yoshlarniki Yani bu Gollandiyadagi yoshlar masalan o'tgan qitim bir qancha qitim yig'in ochdik. Mayli qurultayninki raislar kelsin Gollandiyaga, mayli boshqa tashkilot liderlar raislar kelsin, mayli hurmatli Robiya xonim kelsin, har zamon yoshlar o'tirg'i chiqib, ularni qarshilab, ularni nayt avod qilib, o'zining jasoratini ko'rsatyapti. Yani Gollandiyadagi yoshlarda bir nayt güzel bir cesaret var. Ben bunu göreydim. Bu cesaret doğrusu bir qancha so'z qilgan bo'lsangiz. Yani bu cesaret nereden geldi? Ya ki biz başka devletlerden körenmeyetamdık ya muş Gollandiya'dan çaknatamdı bu mesele. Ama her qitim bir yak yığılsak resmen Xitoyga qarshi nayt çoğun bir qo'shinninki qurilganligidek bir holat shakllantiryapmiz her zaman. Bu meseleni sizin ağzınızdan anglaydi. Albatta baştan sözler versek, Gollandiyaning yoshlar hozir adam degandek 70-80-90dan yaqinlashib qoldik. Shu bir guruh hozir Şöndürücüye bu yerda bizim bu yig'ilgan yoshlar o'zimizning belgilagan ba'zan yo'llari bor. Ba'zan narsamiz bor, u bo'lsa taraf tutmaymiz. Biz bir tashkilot vakolatdan emas, bir tashkilotning a'zo emas. Faqatla millat da ehtiyoj bo'lsa, biz yordam qilamiz. Qo'ygan bir guruh hozir. Albatta men networkning yordamida Gollandiyaga o'xshamaydigan rahbarlarimiz keldi. Zeytin Türk akımız bulandı, Dolqun Neyse akımız bulandı, Rabia Hanım bulandı. O'xshamaydigan millat uchun xizmat qilayotgan har qanday bizni hurmatlaydigan millat uchun xizmat qilayotgan aklarimizni, cho'nglarimizni kutyapmiz. Shuning demak bo'ldi, biz taraf tutmaydigan yoshlar ham 90 inson jiqma emas, lekin ozma emas. Dunyoning har qanday bir yerda bir tashkilotniki 80-90 a'zo bor deb men shaxsan o'zim anglab baxtliman. Bu albatta nurg'un bir cho'ng bir kuch Uyg'urlarga nisbatan. Shuning biz nayt ehtiyojchanlik bilan xato yo'lga, xato qadamga qolmaylik deb, shuning mushta bir guruh tashkilot o'xshamaydigan faoliyat olib boryapmiz. Inshaalloh gapning cho'ngini so'zlamay, qolganni haqiqiy amaliy harakat bilan inshaalloh butun qaydimlarimizga ko'rsatamiz. Bo'ladi, Alloh razı olsun. Ben Gollandiyadagi aktivistlardan Abdusalam efendini sözüge teklif kıysam, yani bir yaş aktivist buluş süpütü bilen qandaq bir yürek sözleri var, bunu bir anlap baksak. Yani bu 4. ayının 27 namayışıda Gollandiyadagi yaşlarının cesaretini, Gollandiyadagi yaşlarının kuvvetini, Gollandiyadagi yaşlarının plan projelerini bir kısmını anlap baksak deyim. Merhamet. Assalamu alaikum. Şu ekran aldır ko'rayotgan va keyin ko'radigan barliq qarindoshlar, biz endi Gollandiyaga bu namoyishning 5000 kishilik tursul bo'lgan namoyishning xabari kelgandan keyin bayam yuqori qarindoshimizga bilib ketgandek bir guruh shakli qurildi. Guruhga bizni kirib o'zimizning rolni joriy qildiramiz deb kirdik. Kirib qandaq tayyorlanganimiz, endi maqsad nima desa, qurultaydan kelgan va barliq bu namoyishni yaxshi bo'lsin, kim bizga bir yaxshi manfaatli bir ishlar bo'lib qoladi deb o'ylaydigan odamning hammasi endi jiq odam chiqsa, ismidan chiqib turdi 5000 kishilik namoyish. Shunga bizning asosiy maqsadimiz bu 9 kishilik guruhning asosiy maqsadi qanday qilib Gollandiya mushunda Brusselga yaqin, yani Belgiyadan qolsa Brusselga eng yaqin bora oladigan yaqin odamlar kelib shu kuni keta oladigan bir yer bo'lganligi uchun Gollandiyadan amalga eng jiq odamni ochiq qo'yish degan bir aniq oddiy bo'lgan bir maqsadimiz, nishonimiz bor bu 9 odamdan. Bu 9 odam Gollandiyaga vakolatan qo'ldan kelguncha Gollandiyadagi Uygurlarimizni, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni bu faoliyatga safarbar qilib ko'p sonda chiqmoqda. Shuning bilan biz Gollandiyadagi yoshlarga vakolatan ilsat ikkimiz bu guruhimiz bor. Bizga bo'lsa shu o'tganda masalan 100 kishi namoyish deb bir ismni qo'yib namoyish qildik.
Onun bir xil yaxshi natija oldu diye biz ko'zlagan maqsadga yetib, onun jiqroq 130 dan 152 odam kelib namoyishimiz bo'lib o'tdi. Bizning Gollandiyadagi xalq qo'llab xo'sh bo'ldi, bizmi xo'sh bo'ldik. Shunga sizlar bu safarbar qilishni ham yoshlar kerak kuch sanlar degan bilan biz shu tarafini bu ishdan shu kuchab safarbar qilib butun Gollandiyadagi odamlarni shuning mas'ul bo'ldik. Biz o'zimizning bayam o'tib ketgan degandek 80-90 kişilik gruplarımız var. Üyeler məsləhət oldu. Ondan keyin bir məsləhət qrupusu özümüz ayrı bir məsləhət qrupusu qurub özümüz yaşlar. Qanday qilib Gollandiyada ən zor holatda təşviqatni yürgizib, kişilərimizni bu işə dalalat qilib, açıq alaymiz, to'g'risida bir plan tuzib, shu ish bilan hozir endi kirishmoqchi bu videoni taqdim qilgandan keyin biz şunun kirishimiz. Onun tafsilotlarini so'rasam deb tasdiqlayman. Allah razı olsun Absalam efendimden. Körürmen kırındaşlarının sahne avvadıdı. Aziz kırındaşlar, bu tüt kırındaşımızın işkiran ekiliş için bir hafta yoki 10 gün burun değişip onundan keyin ekildik. Her kandak sualınlar, her kandak fikir teklifinglar bolsa, naq meydanda oturup koysanglar buludu, telefon kıysanglar buludu. Tanqidinglar bolsa, teklifinglar bolsa oturup koysanglar buludu. Her kandak bir söz bolsa, arkamızdan şikayet şekilde emas, belki aldığımızda her kandak sözünü oturup koysanglar, bununla qarindoshlarimiz javob berdi. Ben sözünü İsa Qaracımga bersem, biraz bunu yig'inchoqlashga başlasak, yani Gollandiyadagi bu 4 ayning 27 kunisiga boradigan jamoatlar sizlarcha qanchalik chiqa, qanchalik jamoat bora ve bu jamoatlarga siz nima deyli, yani Uyg'ur jamoatiga bu namoyish to'g'risida nima deyli, o so'zlarni ben anglab boqing. Uyg'ur jamoatiga, ya'ni Gollandiyadagi Uyg'ur jamoatiga deydigan so'zim nima deganda, biz Gollandiyada o'xshamagan 12 o'lkada yashaymiz. Ama hammaga ma'lumki, Gollandiya kichikgina bir davlat. Gollandiyaningki eng uzoq yerdan Brukselga berish uchun eng jiq hisoblasak 4 soat veya 3,5 soat vaqt ketadi. Yani demek adam uydan chiqib namoyishga berib qatnashib, uyga qaytib kelaoladi. To'g'ri. Bu namoyish albatta biz ko'zlagan bir maqsadni hal qilolmasligi mumkin. Ammo bu namoyishning bu qatam Yevropa parlamentining oldida o'tkazilishi Xitoy uchun jiq bashog'riqqa ko'tardi. Dünya devletleri deydiki, sen ne üçün Uygurlarga zulüm kılırsan degan bir sualni so'rashga biz zemin hazırlagan bo'lamiz. Agar bu namoyishga chiqmasak, yoki sonimiz oz bo'lsa, qanday bo'ldi deganda, u savolni so'raydigan odam bular texil zulm chekmoqda deb so'raydigan savolni so'ramaydi, o'zining davlatiga aloqador bo'lgan meseleler doğrusunda paranlaşıdı, halas tüydü. Elbette devletler arasındaki murakkep münasebetini adamlar biliyordu. Bu namayişinin her taraftan biz ilki halkımızga faydası doludu deb qarayman. Bundan keyin Gollandiyadagi Uyg'urlarning sonini biz hozirgacha 1,5 ming ile 2 ming atrofida deb kelyapmiz. Xo'sh. Bu qatimqi bu namoyishga talab qilingan son 500. Biz bu 500 ni to'ldirib qolmay, aslida shu 1500 odamning hammasini uchun chiqolmaydi. Men mushu ekran orqali Gollandiyadagi ma'lum shaxsiylarning, ma'lum oilalarning ismidan tutib chaqirsam chaqira olaman. Ama unda qilmayman. Men shunday bo'lsa-mu, viloyatlardagi muhim yerlarda yashayotganlarga mush ekran orqali chaqirib qolaman. Ey, Xroningda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlar, qanisilar? Zollo viloyatida, Ofraysanda yashayotgan qarindoshlar qanisilar? North Hollandda Susan Castricom'da yaşayotgan cemaat kendisiler.
Sizlarni uzun bo'ldi bu Gollandiyada bo'lgan namoyishlarni ko'midik. Xo'sh. Uningdan keyin Denakda yashayotgan 20 necha oila sizlar nerede? Ailecha qachon namoyishga chiqa olaysizlar? Uningdan keyin Bridani sansak mı bo'ladi? Bridadimi hali yetarlik oilalar bor. Utrecht viloyatida ham Zavt Hollandniki Xavda shahrining atrofida nurg'unlagan qarindoshlarimiz bor. Bu qarindoshlarni hech ko'rolmayotimiz. To'g'ri. Bunga nisbatan Gollandiyada qilingan namoyishchilarning soni avdi. Ammo bu son shu 2000 va yoki 1500 degan cho'ng songa nisbatan hech narsa emas. Qarindoshlarimiz yuqorida deb o'tdiki, biz 100 kishilik namoyish chaqiriqni qilgandik, 130 odam chiqdi dedi. Men shu vaqtda degandim. Nima uchun biz 500 kishi bo'lolmaymiz? Biz ya bu qatimki namoyishninki sonini masalan 5000 emas, 10 mingga chiqaraylik. Uning sadosi Beijingda qanday chiqdi ekan? Uning sadosi Urumchida qanday chiqdi ekan? Uning sadosi Qashqarda vatanimizning buning qishloqlarida qanday chiqdi ekan? Uni biz ko'ramiz. Alloh xolisa. Uning natijasini yaxshi ko'ngili bo'ladi, bilgili bo'ladi. Yani bu qatim yani bu namoyishni tashkillovchi qarindoshlarimiz Gollandiya Yevropadan eng ko'p namoyishga kelish kerak Gollandiyadan deb nihoyat cho'ng bir umidni kutyapti Gollandiyadan. Chunki boshqa davlatlarga qaraganda Gollandiyada Uyg'urlarning nufuzi ko'p deyilyapti. Endi Gollandiyada sizlar hozir deb o'tib ketgandek bo'libmi yaqinqi zamonda Kasterkomdagi jamoatlarningki namoyishga qatnashmasligi, Kasterkomdan bir qancha 10 qarindoshimizlar chiqadi. Qolganlar yo'q. Ammo biz Kasterkomga eng ko'p bordik. Biz burada bir diniy o'qigan kishilar bo'lish sifatimiz bilan bo'libmi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati Gollandiyadagi Uyg'urlarningki arqa saf xizmati bo'lgan ma'rifini, tilini, dinini tutib turish uchun assimilyatsiya bo'lib ketmaslik uchun 10 yildan bir xizmat qilayotgan bir tashkilot. Yani biz nega ko'p bordik desa, Kasterkomga ko'p bordik. Yani nikoh qilg'ili ko'p bordik. Nazirchiroqqa ko'p bordik, ism qo'yg'ili bordik. O'lab ketsa berib xatmi Qur'on qildik. Tug'ilsa berib ismini qo'ydik. Yani uningdan boshqa Xavda bor. Xavdadimi Uyg'urlar sil degandek ko'p o'ltiraqlashgan bir yer. Nima uchun Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan bu yerlarda bu namoyish sadosi burungi zot nihoyat ojizdi. Yaqinqi kunlarda biroz kuchaydi, Alloh rozi bo'lsin deyman. Ammo bu qitimliq namoyishga u yerdan bir odam kelish ehtimoli qanchalik bo'ladi? Bu to'g'risida biraz noqulroq kerakli bu masalaga. Bu to'g'risida o'zingizning farazlarini o'tirib qo'yapsizlar so'zlarni. Mening farzim bu namoyishchilarningki sonining ko'payishi nima sababdan bo'ldi deganda mening qarshim qarindoshlar kechirdi, butun ekran oldidagi qarindoshlarni kechirdi. Qandaqdir vatan sirtidagi Sharqiy Turkiston o'g'lonlarininki vatanparvarligi yuqori ko'tarilib ketib bo'lgan ish emas deb qarayman. Balki aksicha vatanda bo'linayotgan zulm bu qatim hech kimni ayirmay turib o'xshash tegdi. Yani Xitoyning qamchisi Xitoyga sodiq bo'lgan odamga tegdi, sodiq bo'lmagan odamga tegdi, Xitoyning dushmaniga tegdi. Hammasiga o'xshash tegdi. Tekkendan keyin deb bir cho'chish paydo bo'ldi. Biz bu cho'chishni vijdoniy burchqa, iymoniy burchqa aylantirmagan qadar yanıla faaliyetlerimizde bir solğunluqni, faaliyetlerimizde bir susluqni ko'ramiz. Gollandiyada yana bir misol berib o'tishga to'g'ri kelyapti. Qarindoshim, bu nima deganda Gollandiyaning eng chet yerda bir to'y qilinsa, bu to'yga kelgan jamoat maşallah zalga patmay qoldi. Ama namoyish desa Xitoy konsulining oldiga kelgan jamoat ba'zi vaqtlarda 16 kishi, 15 kishi, 10 kishi bilan bu namoyishga vaqtlarimiz bor. Buni o'chib yeyishimiz lozim. Sen şu vaqtda ey Uyg'ur millati, ey Sharqiy Turkistonlik, şu vaqtdagi Xitoyning zulmi
senin uykunu açamagan bolsa, yana Xitay sen üçün neni qilish lazım edi? Xitay seninki öyleringi kim idi mi? Senin öylerinde uruk tutqanların bilen birli yaşayatmamdı. Hatta seninki halal tamak yiyişinge arlaşıp senin halal tamak yiyişini mi toslatmamdı? İbadetlerini toskandı sır. Onun maksidi tamamen seni yeryüzünden yok tutuş. Hazırki zamanımızdaki Şerif Uygur'a okşaş, onun fakat ismi tarihte keçken bir Uygur'a okşaş. Yani yüzüge tamamen boysundurup yaşayış dünyasını. Bunda boğarken sen bununla karşı duruşun lazım. Meyli vatanının içinde bol, meyli vatanının sırtında bol, karşı duruşun lazım. Vatanının içindekiler doğru karşı duranmaydı. Karşı tursunu belgelik derecede kılalaydı. Ama bir yerde sizin kulağında nurgun fırsat var. Muş Gollandiya'nın asas kanunu sana vergen fırsatlar var. Sana vergen alayetlikler var. Bu alayetliklerden faydalanışın lazım. Faydalanıp muşu yoçuktan faydalanıp yoçuktan sen özünün vatını da kalan milletine hizmet kıldırışın lazım. Ben böyle de enik bir narsani deb o'tishni munosib ko'raman. U nima deganda biz chet elda yashayotgan Uyg'urlar garchi biz jismimiz bilan chet elda yashagan bo'lsakmi, aqlimiz bilan, ruhimiz bilan yanılar vatanga bog'lanadilar. Vatandan yangi xabarlarni bilishga, yangi ma'lumotlarni ilishga kirishinglar. Burunki vaqtlarda telefonni ko'rshalgan bo'lsak, hozirgi vaqtda telefonni ko'rshalmaydigan holga kelgan bo'lgandan keyin ish mush darajaga yetildi. Pichoq so'ngakka yetdi emas, so'ngakni necha hassi kesib tugitib bo'ldi. Ya'ni shundaqmi, ümitsizlik musulmon uchun joiz bo'lmaydi. Biz ümidsiz bo'lmaymiz. O'lmagan jonda umid bor degan maqol temsilga asosan biz düşmanga qarshi bir qadam emas, bir santimetr bo'lsa-mu harakat qilishimiz lozim. O vaqtda Alloh taborak va taoloninki yordami bizga tushadi. Ammo biz Alloh bizga yordam qilgan deb o'zimiz harakat qilmay o'ltatib bo'lmaydi. Bu yerda Qur'oni Karimdagi musulmonlarga yordam tushadigan oyatlarningki umumiy siyoqiga qaraydigan bo'lsak, bu siyoqidan nima deydi deganda, Aşı yardımı Müslümanların ki beşiğe naiti çok külfetler düşken vaxtıda, naiti kötürenmeydiğen çok uruşlar kigen vaxtıda, Müslümanlar mağlup oluşta yüzlenge vaxtıda, ben Allah'ın ki nusreti düşüyede düşürdü Müslümanlar. Bunda boğanken biz aş nusretini kolu keltiriş için biz hazırdan başlayıp hareket kılmasak olmaydı. Allah razı olsun. Ben bir yerde bir nersini ochiqlab qo'ysam qarindoshlar, chunki Kasturkomdagi Sadiqjon Sali qarindoshimiz sizlar nemishqa Gollandiya Sharq Turkiston Uyg'ur birligini ayirib qo'ysizlar. Sizlar bunda ayrimchilik qilsanglar bo'lmaydi debdi. Uningdan boshqa Kasturkomdan har zaman jiqadam keldi. 3 yil bo'ldi birer kishiningki nima tarafdan kelganini ko'rmadim degandek bir yozmani yozibdi. Albatta bu yerda men bir narsani ochiqlab qo'ysam, Gollandiya bo'yicha Kasturkomda Uyg'urlarning oilaliklari ko'p. Buning uchun da'vatimiz, ya'ni Uyg'ur oilaliklari ko'p bo'lganlik uchun da'vatimiz. Ya'ni u yerdagi hammadan kelmadi deb ularni bir qara chaplaydigan ishlarga qilmaymiz inshaalloh. Uningdan qolsa Xavdada Uyg'urlar ko'p. Ammo az bir qism qarindoshlar kelayotganlik uchun albatta biz bu yerga yuklanishga majburmiz qarindoshlar. Uningdan boshqa bir yilning oldida yo 2 yilning oldida qancha odam keldi namoyishga. Biz buni unutib qolmadik. Biz 10 yildan beri Gollandiyada kimning namoyish kelayotganini, kimning kelmayotganini hammani ko'rib qo'ydik, to'mo daftarimizga yozib qo'ydik. Kimning fitna fasod chiqarayotganligini, kimningki xoinlik qilayotganligini, kimning vatanga kelib chiqib bu yerdagi Uyg'urlarni sotganligini bilamiz. Biz isbot to'plash uchun Gollandiya hukumatı bularning jinoyatining darhollam bu asallam qutulib ketmaslik uchun ularga nimani ağamçını uzun qo'yib berib, to'plab jazolaydigan bir qoidasi bor bularningki. Shuning uchun ayni vaqtda Shivsiyada va boshqa yerlarda tutilgan munofiqlarmi
Dərhalla hökumət sizib qalğan gündən tatibla tutmaydı ularni, faqatla ularni qo'yib berdi. 6 oy, 1 yil nima ish qildi, qancha qitim telefon qildi, qancha odamni sotdi. Hammani setib bo'lgandan keyin darhol to'plab kelib, uningki jinoyatini ig'irlashtirish uchun nima qiladi. Shuning uchun hozir bu Gollandiyada nima ish bo'layotganligini hammalar ko'zimiz ochiq ko'ryapmiz. Uning uchun mana namoyish kelayotgan Kastrkomdagi qarindoshlar sizlar bundan arib qarasanlar bo'ladi va aslında biz bu yerda bir qarshilik bir so'z qilmoqchi emasmiz, faqatla hammaylar chiqsaq demoqchimiz bu namoyishga. Hammaylar chiqsaq, ya'ni eng ko'p bo'lgan Xavda bilan Kastrkomda qarindoshlar hammaylar bu namoyishga chiqsaq demoqchimiz. Qolgan qisturdigan so'zlar bo'lib qolsa qarindoshlar navbatga kelganda qistursi bo'ladi bu masalaga nisbatan. Elshad Hasan qarindoshimizdan, Elshad Islom qarindoshimizdan. Elshad. Men bu charchab ba'zi ismlarni almashtirib qo'yatman. Xo'sh. Elshad Islom qarindoshimizdan bir qarindoshimiz so'rabdi. G'arib Talib degan qarindoshimiz, nima uchun sizlar Gollandiyadagi yoshlar biror tashkilotga a'zo emas? Gollandiyada sizlar a'zo bo'lgandek biror tashkilot yo'qmi? Yoki bo'lib qolsa bu tashkilotlar sizlarni yaxshi yetaklab ma'lumotdim. Nima uchun sizlar mustaqil bir yoshlar jamoati bo'lib tashkillandinglar deb bir savol so'rabdi. Hozir javob bersanglar mayli, ammo navbat Obulqosim efendim keldi. Birozdan keyin javob bersanglar mayli, Elshad qarindoshimiz. Tamam. Undaqda men Tamam. Undaqda men Obulqosim efendimga bersam, bu Kastrkom masalasida balkim bir tushuncha berdi. Bir qarindoshimiz telefon qilaman deb telefon qilib qoldi, telefonini ilib olsak, uningdan keyin Kastrkom masalasida o'zining tushunchasini o'tirib qo'yib bersa bo'ldi. Assalomu alaykum. Xo'sh, taklif, fikr, savollar bo'lsa, o'tirib qo'ysa bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Allah razı olsun. Tecelli ustalaşçılık emeğinden Allah razı olsun. Ben pek isterim. Xo'sh. Halkımız bu 100 yılın içinde duç kesmegen en egzer bol musibetleri duç kılıvatkan bir pekte turmasınız. Xo'sh. Hazırda aletlerinin üzere Yavrupada nurgulluğun sille başçılık nurgulluğa ustazlarımız var. Bizden halkımız emnisi Müslüman halk. Ular toyuqsi bizni chaqirdi, nikahdan oldin bo'lganda. O'lganda jinozasiga kelib bizni chaqirdi. Har qanday to'y kunlarda bizni chaqirdi. Ammo ummat ularning ovoziga muhtoj bo'layotgan mushundaq jiddiy zaruriyat paytda, ya'ni biz ularga muhtoj bo'lganda shu qadar minglagan qarindoshlarimiz chaqirishimiz kerak. Ümmetten namayişini bu kadar yalnız taşlap koygan insanlara bunun için Avrupa'daki bütün dini alimlerin özü cenab-ı namazına bağlattık. Türkiye ülkelerine bağlattık. Ulanın yalnız taşlapta bizden yüzden kim deydiğin imkanı yürgüde şu okulları yürgüstek deymen. Allah razı olsun bu sizning shaxsiy fikrlari bo'ldi, Allah razı olsun. Yani başka teklif, sual, qandaq tanqid bo'lsa o'tirib qo'ysizlar bo'ladi. Allah razı olsun. Hazırda aletlerde halkımız namayişte kiletti. Namayişte kodun nemi kiletti de bakıdı. Ama madinimiz biz riyanlıkla hürmet kılıdığın bir bilgi yaşamakımız. Oranlık güneş, kançilik muhim bo'lgan bo'lsa, namoyish shuningdan bir kısa qilishmaydigan muhim bir davrda yaşamakımız. Xo'sh. Biz Kur'anlık süreçlerine şahit bulduk. Afgan, Barzani, Nurgullu'dan Kur'an yönet Muşu 5-10 yıldan içinde devlet kuruduk, devlet kılıvat kurganlarını gördük. Lakin ulan namayişte küçük hadikada emirayını kolu çektirilmegenlik için hemisi yapılıp çekti. Ne olup oldu? Namayişinin bunun devlet kurulu bulan dikiyi desek, Katalonya'da bu namayişinin kurulgan devlet mi o sayılarına mağlup oldu. Biz müşri'anlıkla şahit olamadınız. Biz Kur'anlık töreş kılganda bunu kollaydıgan bütün dünya sahnesinin namayişçiler hemmesi kodlanmanda Kur'anlık töreş kılganlar yüzünün töreşini namayişiyle birleştirip kılganda halkaradaki kollaşılan Kur'an elem bilen kalem birleşmeyen halette bizim kurtuluşumuz mümkün emeklikte bir şahit olup yaşamadınız.
İşte vektilimizden ibadet kutuluşunun işte kanıtı işkenlikinin etmiyetini tutup yetişmarıkta kapta sözler verse bu kısım krediti namayişte Avrupa'nın 30'undan artık Uygur'daydı. Çünkü bu şu Uygurların ya memnun ödülse çıkar ya sisteminin bu namayişe tükümez güzel olur. Son bunda ödülen bana bunun için namayişte çıkmalarla Avrupa'daki adamlar hatta bunun için cenab-ı namı bir çok tükürleri. Bu da ümmetten adamlar olarak sanmağın dedim bunun için bunu kriz tamamen hukukun baktığı o devlette. Sonuçta ular bizge çıkmakta yalnız taşlattığı için imbargosu yürüdücekken biz mi canlılık ifade eden ulanı söktüm nedir çıraklarının özüde imbargo yürüdüp taşmettik. Ve sen de aslında ümmette kalıpta esnatmadan bütün din düşmanlarının etrafında çögülendirdiğin mollunu biz taşıkan mollası deyittik. Avrupa'da şimdi izzet, hürmet bilen, rahat parahat yaşanıptan alemlerimiz, ecelimiz 100 euro, 100 euroga ümmetten davası ve hıyanet kılgınlığa Cenab-ı Namız'ı toy tüytüm işlerine çekilip ecelini taşıkan mollası varlık kendimize değmen. Allah razı olsun. Bu meselelerini inşallah Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği'deki ilim okugan ilim ehlilerine elbette men başçılık adı şahsen oturup koymiz. Oturup koyup bunundan keyin bu Uyg'ur davasıga çünkü perzi ayin bo'lib ketgan bir iş. Çünkü bu Resulullah'ның devrida bo'lgan iş qarindoshlar. Resulullah bu yok bir iş emas. Yani bu qarajim nima deyotgandi debmi qolmayli, hayronmi qolmayli. Bu Resulullah'ның devrida Uhudga chiqmagan 3 kishi ustida ayni vaqtida Resulullah ularni Allohning oyati bilan ularni yolg'iz qo'ygan, ularni jazolagan, ularni xalq ommasi edi. 50 kungacha ularga gap qilmagan. Uningdan keyin Allohning oyati bilan bu embargo ularning ustidagi jazo ib tashlangan. Albatta bu davaga yaqin kelmaganlarning masalasida buningdan keyin men bu Sharq Turkiston Ulamalar Birligininki qaytadan qarab chiqishini, buningga fatvo pichishini umid qilaman qarindosh. Chunki bu farz ayinni qilmagan odamning qanchalik gunohkor bo'lganligini aniq o'tirib qo'yishni umid qilaman. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Xo'sh. Alloh emanet, Alloh rozi bo'lsin. Programma bo'lganlik uchun men uzun so'z nim qilolmay qoldim. Inshaalloh keyingi zamonlarda yana shunday telefon qilgan qarindoshlarimizga, ustozlarimizga taxmin ko'p fursat beramiz inshaalloh. Ikronimiz chunki bu xalqning ikroni. Xalq nim desa huquqliq bir yerda. Har kim o'zining demokratik shaklda fikrini o'tirib qo'ya oladi. Faqat til tayoq, g'aybat, shikoyat bir-birimizni haqorat qilmaydigan shaklda har qanday fikrni o'tirib qo'yish huquqi bor. Chunki Alloh taolo bergan bu huquqni. Alloh rozi bo'lsin. Boshqa qarindoshlarmi albatta shunday telefon qilib har qanday fikrni o'tirib qo'ysa biz qarshi olamiz aziz qarindoshlar. Obul Qosim apandim men sizga so'zni bersam, Abay ma Kasturkom masalasida Kasturkomda qarindoshlar biroz xato tushunish bo'lib qolishi mumkin ekan. Shuning uchun bu to'g'risida misol biroz ochiqlab eslar. Undan keyin bu xizmatni qanday qilib mangimizga kirib ketsak xo'sh. Rahmat. Bu Kasturkom kirib qoldik da buni deyzaqarim bir xitob qilish uchun bu yerdagi asal ko'p sonda yashayotgan shaharlarning ismini atab dedim. Fakat Kasturkomlar degan bo'lsa-da vaqti Kasturkomlar qalsa bo'ladi. Bu yerda Gollandiyadagi asal shaharning hammanda o'tda asal yani ko'p sonda hammasini ismi. Buni belki murakkablashtirishning hojati yo'q. Hani belki daha aniq ochiqlasa belki qarindoshimiz Sodiqjonninki bu grupta bo'lmasligi balkim bu bir savol belgisi bo'lishi mumkin. Bu umumiy xalqning bilish haqqi bor. Buni ochiqlasak biz tunji qilib qarindoshimiz Sodiqjonga taklif bergan bo'ldik. Mushu grupta birga bo'lishini. Ammo o'ziningki hozircha o'zir so'g'anlik uchun bu grupta bo'lmadi. Aslida uningki qarindoshimizniki tunji bir yerda bo'lishi biz onu orta koygan mesela onu kalanı özü bildi. Allah razı olsun. Onun denken bence bu şehrin atılıştan bazen kardeşlerim belki onu esasiyet edip onu belki bir şahsileştiriyor mesela. Bu yerde bu maksat biz kardeşler bir nazinde tepkide
Gollandiya Belgiyaga nisbatan en yakın devlet. Bunu neçkatim dedik, hemimiz bilimiz. Hazır Norvegiyada qarindoshlarimiz ayıp bilan biltigi 400 adam ayıp bilan biltigi bilet tap bo'ldi. Norvegiyada. Ayıp bilan biltigidan ayıp bilan uçup kelganlar 400 adam. Hoş. Hatta Amerika'dan 30-40 adam bilet tap olmaz. Hoş. Kanada'dan 20-30 adam bilet tap olmaz. Avustralya'dan bilet ağlar. Yaponiyadan kildo. Hatta Türkiye'den bazenler boz eğer hatta talep kılavatdı. Mene basa mesela mene bardaş olsa yol uçuk boz biz mene barayla aşnamaş diye aşında teklifler aşında bir kızılık bu namaş olgan şunda bir ciddiyet var. Bundan olganken Gollandiyadagi yaşavatgan Şeyh Türkistanlığınınki beşiğe yani bulağa düşken mesuliyet hemmetin eğer. Bunu bilişimiz gerek. Davatımız zulüm hazır soğuktan ötep soğuktumuz kırılıp tügüde davatımız. Bunda boğanken endi yeni nemi saklap oturumuz. Bu yerde işgazımızdan ki biz-birimizden şahsi nemimiz yok. Yani şahsi mesele şahsiyetimizga elib olsak bo'lmaydi. Biz bu yerda o'rtaq umumiy yuzlik bir qo'zg'alish bu. Bu qo'zg'alishga men Sharq Turkistonlik men Uyg'ur degan bir Uyg'urniki hozir mushu vaqtda yani u namoyishda har xil banalarni ko'kishtirib yoki shaxsiy banasi olsun ya tashkilot banasi olsun yoki qanday banasi olsun bu banani tashlab biz umumiy xalqninki manfaatini kelishimga kerak. Qachon kelmaymiz? Qachongacha buni palani qilgan, pustanni ishi ekan degan gap qachongacha bu qalbdan chiqib kedalaymiz biz. Hozir davatimiz xalqimizninki beshiga kelgan zulm umuman hammasi keldi. Boshda taliblarga, axunimlarga, mollalarga kelgan bo'lsa, uningdan keyin ziyolilarga, boylarga, uningdan keyin hattoki hozir Xitoy hukumatida xotirjam ishlab, maosh olib, yillar yashagan ashlig'im keldi. Demak, hozir Xitoy hech kimni ayirmadi. Hech kimni ayirmay umuman bir qar buran chapqun kelib uchtib kelayotgan bir vaqtda biz yana halani, pustani, bu deb o'tirishimiz bizga hozir yoqishmaydi. Shunga Gollandiyadagi umuman Uyg'ur xalqi menchi bu namoyishninki 4-oyning 27-si bo'lgan bu namoyishni bilmagan odam qamidi deb o'ylayman. Chunki 1-oyning, 2-oyning 5-ni tortib ta hozirgacha WhatsApp'da bo'lsin, Facebook'da bo'lsin, yani bütün qo'limizdan kelgan tashviqot sohasida buni yetkazdik. Yani bizlar emas, bütün Yevropadagi tashkilotlar, Yevropadagi aktiv bu xizmat qilayotgan hamma yerda har turli yo'llar bilan taqdim etdi. Bundan olganki Gollandiyada har qancha qo'lqo'ga mazqaga odam bo'lsin, ang'olib bu namoyishni bo'ldiganligini. Endi bugun kelgan vaqtida biz yana palani, pustani deb bu gaplarni deb o'tirishimiz bizga mencha yarashmaydi deb qarayman. Hoş. Allah razı olsun. Rahmet, nayet yaxshi bir söz bo'ldi. Sadıqcan qarindishimiz mushu budoq etim ayollar namoyishida Kasturkomdan, Xovdadan nayet nurg'un ayollar keldi debdi. Buningga shaxsan men shahid. Allah razı olsun keldi. Bu yerdagi maqsad shu kasun demakchi. Kasun deb qarindishimiz yana debdi. Bu Kasturkom masalasini siz o'tirib chiqardingiz Hüseyin Tecelli efendim debdi. Elbette men chiqardim. Bizning bu ishkironimiz qarindoshlar buningdan keyin chiqardi. Bugun buningdan keyin Kasturkomni, Floridani, Nokishavani, u yerni bu yerni har yerni chiqardi. Uning uchun biz bu klassik so'zlarni qo'yamiz qarindoshlar. Klassik. Biz bundan keyin ulamolarimi oyatni ochiq, hadisni ochiq so'zlab, ochiq oldiga ishtirib mangadigan yo'l tutsa biz ergishimiz. Teşkilatçıları, rehberleri ochiqdan ochiq keskin bu milletni ilib mangadigan bo'lsa biz ergishimiz. Bo'lmasa biz bu yo'lda yo'q qirinda. Biz 20 yildan beri biz az jafo tortmadik, az aldanmadik. Biz buningdan keyin har yerning ismini chiqaramiz, har yerni ochiq bir şekilde o'tirib qo'yamiz. Teşkilatlarni bütün iqtisodini, liderligini, saylimini hammani ochiq qilish kerak. Ya'ni hamma ish bundan keyin ochiq bo'lmaydi ekan, mayli buni
konu teşkilatlar olsun, yeni teşkilatlar olsun, bundan bu xalqni aldab biz pijega baranmaymiz. Şunun için her kandak alim, her kandak teşkilat, her kandak şahslarninki her narsani buningdagi yeni bir qadam bilan o'rtaga chiqishini men shaxsan umid qilaman. Xo'sh, İlşat qirindishimizga bersam, so'zni uningdan keyin Aysa Qarajimga berma. Bu yoshlar masalasida biroz savol so'rabdi. Savolga javob berib o'tgandan keyin biz, chunki vaqtimiz bir yerga berib qo'ydik. Undan keyin biz darhol bu konkret masalalarga kirib ketildikmi. Xo'sh. Az so'alni yana bir takrorlab beramiz. Bu yoshlar nima uchun biror tashkilotga a'zo bo'lmadinglar? O'zinglar ayrim bir shaklda faoliyat qilyapsizlar debdi. Buni bir tushuncha bergan bo'lsangiz debdi. Mana so'l esimda var, shuna bir so'r buldum. Xo'sh. Chunki sabab bor. Sabab mana shuni hozir ko'rayotgandek, Sadqi akimiz Uyg'ur birligining boshlig'i. Albatta bu akimiz o'zim shaxsan o'zim hurmatlaydigan akimiz. Nurg'un xizmatlar ani qilyapti bu yerda. O'zimiz ko'ryapmiz ham atrofda bo'lyapmiz yoshlar bo'lib. Lekin mushunaq o'zaro, ya'ni Uyg'ur birligi bilan ma'rif jamiyati, ya'ni boshqa talash tartib qilgan ishlar bo'lg'achqa faqat Gollandiyani ham emas, qurultay bilan ham falan şeyler bilan unga bir o'xshagan tashkilotlar o'zaro mushunaq qalayimqon so'zlar taraf bo'lg'achqa biz yoshlar mushkilni sizlar qildik. Cho'nglarimiz mushunda taraf tutmaydiganga majbur deymiz. Biz qanday qilamiz? Kimning xato, kimning to'g'ri, kim deyamiz? Ben o'ylayman, har bir tashkilot xato bir tashkilot yo'q. Bizlarda xoinlik qilgan tashkilot yo'q. Faqat joyillik bor. Ben bir yerda ko'rgan Facebookda joyillik bor. Ben to'g'ri ko'rdim. Joyillik bor. Tashkilotchi lekin birasiz bizga xoin yomon xato yo'lmayapti. Xitoy ishlab turibdi deb o'ylamaymiz. Faqat o'xshamaydigan tashkilot o'xshamaydigan yo'lni tutdi. Nishoni niyati o'xshash. Bittanni aşağı millet azaltılır. Mesela Gollandiyada 10 parlament var. Angliyada o'xshamaydigan parlament var, Britaniya qilishdi. Hammasning niyati nima? O'zining davlatiga texmi yaxshi bir sharoit yaratib beraydi, tirishib, mening planim yaxshi deb tirishibdi. Bizning tashkilotimiz shu, lekin faqat ba'zi narsa yo'q bo'lg'achqa davoni unutib, yaxshini qilib millat ko'rsatgan narsani unutib qilib, bir-birimiz bilan takror vaqtni isrof qilib, misol gapimizdan tartibimiz. Shuningga biz yoshlar bu yerda taraf tutamaymiz. Qanday tutamiz? Qalayimqonchilik chiqsa, gapning nurg'un ishlar va nurg'un ahdat ishlar bo'lib ketdi. Tashkilot desa haqla yaqin kelmaydigan sistemni tutgan ahvol bo'lib qoldi. Shuning yoshlarga aniq yo'q. Biz bir bo'lay, bosh yoshlar inab o'tili, Gollandiyani tartib dünya Uyg'ur yoshlar yig'ma degan niyatimiz yo'q hozircha. Boshqa bir Gollandiyaniki yoshlar inab tutdi. Taraf tutmay, millatga foydali bo'lsa, millatga foyda mayli Uyg'ur birligi qilandi, mayli Gollandiya ma'rif jamiyat qilandi, mayli qurultay bilan, yomon falan tashkilot, yomon shaxsiy bir odam qilandi. Millatga foydali bir ishni qiladigan biz oxida. Lekin yaxshilik qilamiz albatta, millat foydali, lekin millatning ichida ziyat chiqiradigan, millatning ichida tashkilotdan tashkilot ayirib ichida urush sab qo'yadigan bir ishlar bo'lib qolsa, u vaqtda bizim oldida. Millatga ziyon qilgan bo'lganda bizim oldida. Uni aniq deb qo'yay. Albatta biz bizning nishonimiz albatta butun dunyoning yoshlarni bizga o'xshash bir bo'laydi. Millat foydali ishlarni, millat bayroq qilib qo'qmay chiqadigan, namoyishni qo'qmay chiqadigan, vatanni qo'qmay chiqadigan bir holat keltiraylik. Albatta 80-90 adam degan bir chiqsa, shuna bo'lsa biz yana 79. Chunki Gollandiyadagi adam soni 3 mingdek adam soni bor. Yani bilishimizcha ko'p soni 70% yoshlar. Shuning demak bo'lgan 80-90 adam bu ozdir. Bizning hozirgi vazifamiz cho'ng narsa o'zimiz atmadik. Hozir 80-90 adamni muqim shaklda saqlab qolaylik. Aldığı mağmay, keyin mağmay saqlab qolaylik. Asla bo'lsa qolgan nurg'un yana yoshlar bor. Nurg'un yana Gollandiya yashayotgan mushu guruh qachidigan, bayroqsiz qachidigan, vatansiz qachidigan bolalar hozirgacha musholat qilib, o'ziniki ota-onasi va bir qo'saq chiqqan urug' chiqqanlari ashira zulm chiqayotgan bo'lsa, yana kechayotgan bola bor. Ularni albatta bu yerda ta'kidlash emas. Ularni qo'rqaydi, ansiraydi, u normal inson bo'lgan ansiraydi. Lekin shundan bo'lsin biz yig'ilish o'zimizniki mushu qilayotgan harakatimiz bilan shu bolalarni texnik bakrak ta'sirlantirib,
şu ballarını kokmayı gap tam şu ata-anangni sen kokak geçirgan sizin zulüm çekip ata-anangni ağaçsının atan inanıp zayda pişip otgan ballar biz hata ballar emas hata yolu mangan bal emas kokmay kel deb Gollandiya içinin yaşlarını tepmi muqim şekilde ve çoğun şekilde yine yığmakçı ballar. Hani ki abim gepki mavu tartışan hükümet abim suallarını koydu. Vanda anda bu kaptılar. Elbette Mahmut azar bir düşündürüp de Aysa Karakam hem de demek ki okuduk. Bütün Uygurların çıktı. Abim Obul Kasman acımakımızın dedi. Bütün Uygurların çıksın diyen bir misal. Bir yerde meyenin çıktı, ayının çıktı da diyen gep emel. Bir asla onda gep kılmayımız. Onda kalan gep tartışan hükümet mi? Müşehir Gollandiya'da yaşatkan halkımız boğan iken, müşehirlik teşkilat boğan iken, bu neslerini ayrım, müşehirde akırlar hatta akırlar bir yer kilip, sıfır çay içip oturup değilsek bulgan nerse. Meyerden bütün dünyanın Uygurlar görüntülen bir idrar, bir yerde onda gepten tartışıp kalsak, özümüz mi yarışıp kalmaydı. Ben məqsədimiz mağdurun ki, nəq meydan görürüz. 5000 kişinin namazı boğan iken, Gollandiya'nın ki cemaat 5000 kişi kandırak dayanıklılık oldu. Qandıraq nimishqotu degan bir maqsad bo'lgan ekan gapni boshqa ketib qolsin qolgan Gollandiyada yechilmagan masala bo'lsa men ayrim deyishib yig'ilib bir deyishsa ayrim qarorlashadi. Allah razı olsun. Eysa Qaracım söz sizde. Xo'sh, men shu Ilshod inimiz to'xtag'ariyadan boshlayman. Ilshod inimiz to'g'ri gap qildi. Men bu bütün Gollandiyadagi hamma oilalarni umumyuzlik safarbarga o'ssin deganni maqsad qilib bu yerda Uyg'urlar ko'p o'ltiraqlashgan rayonlarni atagan bo'ldim. Buni mush shaklda tushunsak bo'ladi. Undan keyin yana bir jumlani deyishga to'g'ri kelyotdi. Bu jumla nima deganda Sharqiy Turkiston xalqining manfaati qarindoshlar. Bizim en aldıda mengevatkan liderlerimizin menfaatinden bu yukarı derecede turuş lazım. Uçuk kalıp desek, Şarkı Türkistan halkının menfaati, Rabia Hanım'ın menfaatinin yukarı. Dolkun Aysa Efendi'nin menfaatinin yukarı. Seyit Tomtürk Efendi'nin menfaatinin yukarı. Biz meselege muşunda hassas karga vaxtıda, muşunda ciddi karga vaxtıda İlşad inimiz digendek İlşad inimiz dedi, biz kimge erişimiz dedi. Gipi doğru hakikati. Biz halk oygak bolsak, aşıların arasında ihtilafatlar toğulup kalsa, ulanınki birleşikle, ulanınki özara düşünüş hasıl kılışıga biz yardımcı bulalayımız dep qarayım. Bizim mukaddes neslimiz, özgermeydiğen neslimiz şuken ki, Şarkı Türkistan halkının menfaati, meyli vatan işi olsun, meyli sırtı olsun, bu aradaki yoki bizim şu milli sipimizde mengevatkan, en aldığı mengevatkan, en aktif adamlarının menfaatini yukarı durur. Yani bunu şahsi neslige arılaştırışka olmaydı. Bu bir mesele. Hem de ikinci bir mesele, ben yeni bir nesini, yeni bir malumatla oturup koymakçı, Hüseyin Karın efendim. Hoş. O nimo degende, biz hazır 4. ayga yaqinlab qoldik. 4. ayning 5'i hammaga ma'lum. 4. ayning 5'i biz vatanimizda 1990-yili Xitoyga qarshi tunji qatim atlangan avangard bizimki o'g'lonlarimizniki shahid bo'lganligining 28-yilini xotirlash munosabati bilan biz Xitoy konsuli oldida 4. ayının 5. günü saat 12'den 2'ye kadar namayiş uğurlaştırdık. Bu namayişka bütün Gollandiya'da yaşavatkan Şarkı Türkistanlıkını biz şu yerge davet kılımız. Bu namayişimiz şu 4. ayının 27. günü olacağın namayişinki sınak namayişi desek ne oldu? Hoş. Biz barın halkının, barın yaşlarının ki kozgolığının ki kanda şaraiti kozgolğanlıqını, ulanın kanda bastırğanlıqını, ulanın ki sanının azlıqına nispeten 25.000 etrafındaki Xitoy askerleriga qancha kun bardoshlik berganligini, qancha kun Baturani urush qilganligini hammamiz bilamiz. Bu to'g'rida ma'lumotlar yozilgan bo'ldi. Biz shularni eslash uchun Xitoy konsuli oldida
namoyish qo'llashtirdik. Gollandiyadagi Uyg'ur jamoatini sınaydigan bir sınav namoyish tariqasida bu namoyishga qarindoshlarning aktiv qatnashishini umid qilamiz. Allah razı olsun. Yani kelar hafta Perşembe günü saat 12'den 2'gacha shunami? To'g'ri. Kelar hafta payshanba kuni soat 12dan 2gacha Xitoy konsuli oldida namoyish bo'ladi. Bu Allah razı olsun. namoyishga qarindoshlarningki hammasining kelishini umid qilamiz. Allah razı olsun. Rahmet. Aziz qarindoshlar, biz bu yerda bütün dünyadaki bu qitimliq sohbet, bütün dünyada qarindoshlar umumiyyətən deyilayotgan bir söhbət emas, faqat Gollandiya məsələsi to'g'risida deyilayotgan bo'lganligi uchun ba'zi shaharlar, ba'zi masalalar nuqul konkret og'zimizdan chiqishi bir normal bir ahvol. Shuning uchun ba'zi gap so'zlarni bek o'zinglarga elib olib, bek murakkab o'ylab ketmaslikni umid qilaman. Absalom efendimga bersak, endi biz so'zni faqat shu konkret masalalarga kirib ketsak, ya'ni biz endi nima ish qilamiz, nima planlarimiz bor. Bu 9 kishiningki nima planlari bo'ldi o'tgan qatim, chunki o'tgan yakshanba bir yig'in ochdik. Yig'inda nurg'un plan projelar o'tirib qo'yildi. Shunga shu yoshlar nima ish qilmoqchi degan savoldan boshlasam, Absalom efendiga so'zni bersin. Yani bu kuni. Rahmet. Biz bayan ben azırak bir işinde ötkettim bu gapni. Bizga tushgani qanday qilib jiq odamga yetkazimiz bu da'vatni. Bayan ul Qosim qabilib o'tgandek bu gapni endi hammalar anglab bo'ldi deb o'tasak biz ish qilmasak bo'ldi. Shunga biz anglab bo'lgan odamlarni yana anglab turib chiqmaymiki yoki men chiqib boqmagan deb o'tkilyapti bu ishga qatnashishni o'tamayotgan. Xitoy shunchalik zulm qismi yana anqirib bo'lmagan. Namoyishga chiqib boqmagan odammi bu qanday nima bag'is kelmaydi o'za. Berib bo'lmaydi bunaqa. Mashin bir sal egizakga chiqolmagandek bir ish. O'tib kelsa oyoq minib ketadi. Shunga o'xshash biz endi mana oldidaroq minib bu tashkiliy ananikin mana bu ishni oldin minib jamiyatlarni, tashkilotlarni qurib bu xalqning ishini qilma davatga odamlar buningga mas'ul bo'lib to'xta deb jiddiy tutib ma'ni qilyapmiz. Sizning o'tkazgan boshqa davlatlarda o'tkazgan nimalarni ancha ko'rdik. Yaxshi butun dunyoda bo'libmi Yevropada, endi Brusselda bo'lgandan keyin bu ish yaxshi bo'yibdi. Har qaysi dunyodagi shu ishga ko'ngil qo'yib qilayotganlardan Alloh rozi bo'lsin. Hammasiga salom yo'llaymiz bu yerdan. Bizga tushgani biz Gollandiyadan eng jiq odamni ochiq yashadi. Maqsad shu. Bu tashviqotni qanday usul qo'llanmoqchi? Tashviqotda bir maya o'tog'imiz tashviqot, buni azroq qistirib o'tib ketsa, menga ta'sir qilgan nima bayam endi ba'zi gaplar nisibini oldi bu videodimmi. U bizning maqsadga ki u gaplarni qilishimiz deb kelmagan chiqdi bu yerga. Ammo nisibini oldi, bo'pti, uni xayrlisi. Bizningki mushimo bir tashviqot emas, bu meni aytajaq yo'limda endi mana video bo'lgandan keyin bu ko'rishma. Anondan keyin nurg'un bizning 9 kishilik odamlarimizning ismini beramiz, telefon nomerini beramiz. Anondan keyin Gollandiyaning bütün Gollandiyani 6 bo'lakka bo'ldik, 6 rayonga. 6 rayonga birdan odam mas'ul. Uning har qaysi rayonlarda o'zining yordamchilari bo'ladi. Bu narsalar tuzib planlab tayyor qilib qo'ygan. Anondan keyin shu 6 mas'ul va 9 kishilik guruhdagi odamlarning qaysisiga xalqa adam, men barman, men manchilik adam bor biz bilmaydigan. Anondan keyin masalan men mashinada manaman, mening mashinamda manchilik o'rin bor deydigandek usullarni yetkazib bo'ladi. Bundan bir qancha kun vaqt beramiz. Bu usul bizga keldi. Kim bilsa biz aktiv bilan o'zimiz bu odamni izlashga va bu odam bilan paranglashishga amal va qanchalik jiq odam bo'lsa, shu nimani uchuni yetkazib, bularni safarbar qilishga, da'vat qilishga va oxirgi hisobda qanchalik odam borligini aniqlab chiqishga shu ishga chiqibmiz endi. O'tganda bir jadvalninki masalasi o'tirib chiqqan, u qanday masala? O jadvalda bayam degandek usullarni yezib, qanchalik odam chiqganligini hisoblaydigan jadval. Onunla bütün rayonga, 6 rayonga bölüngen adamlar özlerinin rayondaki adamlarını yığıldı. Mesela falanca adam var dedi, bu mançilik adam var iken, maşinası varken, falanca mesela bayat bağısı varken ama katli baranmaydıken, yol mufmaydıken, pulum yokken, kam tuturduken, orada ise lagırlatırlar. Ulağa biz birbirini kuşturup, maslaştırıp,
yardım kılıp açık emas. Bu sandık iliş ve seferber kılıp en cık sanda adam açıkış doğruluk bizning yaşlar düşken vazife. Endi qağınne mava umumi mesela bir yerga apırışqa anadaki Gollandiyadaki xalqdan qaytqan yerde unuğa bir islahçılık bildiriş, rətlab açıqlaş, umumi nimsiga başqa qarindoshlarga yapısı olur. Allah razı olsun. Rahmet. Yana söz vermegen vaqt yetişse. Obulqasım efendim silmiş 9 kişilik grupning reisi bolaş süpetlari bilen baş mas'uli bolaş süpetlari bilen yani bunun da yani başqa planlar barmı? Yani bu 4-27 gündeki namoyishda Gollandiyalik Uyg'urlarni qanday qilib u yerga xotirjam olib ekilishdi konkret planlar barmı? Hoş. Ama qarindoshlar ertadan ba'zan masalani o'rtoqlab o'tdi. Endi namoyishga berishimiz uchun eng baştaki muhim masala shu ko'p sondagi odamni berishi. Onun için o ko'p sondagi insonlarni bağlandan keyin berish, kelish, namoyish jarayoni bu jarayonlar vardı. Biz Gollandiya bilgiga eng yaqin bo'lganlik uchun biz boshqa yerga o'xshashlik avtobus kira oladigan yoki bilan boradigan model bir uğurlaştırmadık. Çünkü Gollandiya mesela ötürü hazır ortası desek Bruxelles'e 150 kilometre yollandı. Ondan sonra ki biz avtobus uğurlaştırırsak bu avtobus mu mesela bir yerde turuş gerek Gollandiya'nınki. O yerde başka yerden bir avtobus üstüne 40 kilometre yollanıp onun dinken avtobus ile bir yere gitsek bu alıkta takımı mürekkepleşip edirken onun için biz Gollandiya'dan bardıgan qarindoshlarga avtobus ulaştırmaymiz. Bardıganlar maşinasıyla bası buludu. Bazen qarindoshlarniki maşinası bakın urunu bağ oluşu mümkün. Bazılarınki maşinası yok oluşu mümkün. Bularga da qarindoshlar arasında betkendek san elinse san algandan keyin kimning maşinası bakar, kimniki maşinası yok. Ona biraz ulaştırılı buludu. Onun iki hatta maşinimi çıkmadı mesela. Maşinimi çıkmadı, maşinası yok. Ula poyizle bazı buludu. Çünkü poyiz Gollandiya'dan Bruxelles'a bir vasıta poyiz var. Tez süratli poyiz var. O poyiz bildim o kadar kıymet olmaz. Ondan sonra biz Gollandiya'dan umumetten bazı qarindoshlarga birinci avtobus maşinasıyla beriş. Orunu baka urun bulap kalsa başkalarını ketip eliş. Eğer urun çıkmadan maşinası yok qarindoshlarni avtobus veya ki poyizden berishga bunu tavsiye qilamiz deb bizniki heyeti şu qara elinde. Bu birinci mesele. İkinci yani maşinada bardaganlar bağlandan keyin nega boradi o degan savol chiqishi mumkin. Onun için bu namoyishni tashkillayotgan yani Yevropadagi tashkilotlar grup var. O grupta pat yaqinda nima chiqadi? Bardaganlar makin nega farq qiladi? Farq qilgan adres. Mashina farq qilgandan keyin namoyishga qanday boradi? Bardagan adres. Onundan keyin o kunisi cuma günü. Cuma günü olganlik uchun biz saat 10'da namoyish başlanadi. Onun için qarindoshlarni yana ta'kidlab qo'yganimiz saat 10'da başlangan bo'lganlik uchun biraz ettigen chiqishni tavsiya qilamiz. Chunki alayda bir kun vaqt chiqarib namoyish qo'yamiz kechikib qolsak, yani maqsad amalga oshmaydigan bo'ladi. Namoyishning vaqti soat 10'da shunami? 10'da. Namoyish Gollandiyadagilar soat qanchada yo'lga chiqish kerak sizlarcha? Namoyish mencha imkon bor saat 6'da chiqib bo'lish kerak. Çünkü o günüse cuma günü olganlık uchun cuma günü ettigene Bruxelles Gollandiya aralığında bu biz emmeyle biladi. Trafik meselesi qiyinchilik var bu yani. Hani favqulodda bir qiyinchiliklar bo'lib qolsa onu yengib o'tish uchun biraz saat normal vaqtdan bir saat burun maqsad mesela 6 bilan maqsa azad yetib baralaydi deb qarayman. Hatta bir qiyinchilik bo'lib qoladi. Onun için saat 10'da başlansa saat 2'de devamlaşır iken o günüsü cuma.
Cuma günü soğuğanlık için saat 2'de Cuma başlandı. Cuma'ya biz ilgilenmeymiz o namayışkı bağlanlar. Şu namayışta yakın bir yerde bir mescidindeki adresini inşallah onu biz yol adresine maşini park kıldığan, namayiş kıldığan şu adreste birlik edip şu mescidin adresini birlikte yollayız. Hoş. Bu mescitte biz şu andaki cemaat namaz okup olgandan keyin biz veya Gollandiya bağlanlar hatta belki başka bir yerlerle kelishi mumkin. Ayrı cuma okuyduğunda onu ulaştırırız. Allah razı olsun. Yani namayişten keyin Gollandiyadan bağlan cemaat ayrım cuma okuymiz şu yerda. Onu cuma okuymiz. Yani belki cuma belki musafir olganlık için hem de cuma okuşmam da emas, farz emas. Musafir olganlık için. Ama okuymiz dese okusak buludu. Onun mescidini biz nima qilamiz? Yani adresini tayyor qo'yamiz. Vaqtda namoyish yerib ketmay jamiga kelib namoz o'qib, namozdan keyin bir umumiy balki yurak so'zlarimiz bo'lishi mumkin. Hoş. Hani bir cho'ng bir namoyish bo'lgandan keyin u yerda namoyish kelib hammadan o'zimizga qarab ketmay bir yig'ilib uni bir xulosalasak texmi yaxshi bo'ladi deb shu o'tganki yig'inimizdagi qaror shu. Hoş. Allah razı olsun. Eysa Qaracım, bu o'tganda tamoq masalasini o'tirib qo'ygan edilar. Bu tamoq masalasi qanday bo'ladi? Yodlarda Namayişteki tamak meselesi. Albatta namoyishdiki. Elbette o meselenin şu tertipli mesul boğan kırındaşla oylaştı dep oylayman. O sual menden sorulgan sual emas aslında. Xo'sh. Undaqda Obul Qosimdan so'raydi. Bu tamoq masalasini qanday hal qildinglar? Tamak meselesine etken yığınımızda ortak koyuldu. İmkan olsa bir sandviç nima qilsak tayyor qilib, ballı bir yerden bağlandı ekan, belki bu yerdeki bırakçılık aşkalığını yaxshi bilmegan ekan, qiyinchilik tartib qilish mumkin deb buni bir sandviç tayyor qilishni planlashdik. İnşallah onu tayyor qilib aprishga tirishimiz. Onu şu vaqtida şu namozdan keyin veya ki şu namozdan keyin bo'ladi. Shu jamiga borsak, jamiga borgandan keyin jumani o'qib bo'lgandan keyin bir umumiy uchrashuv bo'lgan vaqtida shu jarayonda bo'lishi mumkin. Onun jarayonida menimcha shu adresni yo'llagan vaqtimizda mashina qo'ydigan yer, mashina qo'ygandan keyin boradigan namoyish o'rni, namoyish degandan keyin boradigan masjid adresi yozgan vaqtda shuni qo'shimcha shuni yozib qo'ysak bo'ladi. Allah razı olsun. Xo'sh. Elshad qarindishimiz. Yani yoshlarninki oshkorlashga bo'ladigan plan projelari bormi? Yani bu kunda yoshlar qanday bir faoliyat qilmoqchi? Oshkorlashga bo'lish qismini oshkorlasang bo'ldi. Agar maxfiy qolman desinmaydi. Bo'ladi. Aldı bilan aldı bir qarindishimizning savolini to'liq javob beramidim. Shuni bir derste nemişlik teşkilat kurup özanlar çıkmayısına degan savol bor, ona javob bermoqman. Biz qurgan bo'lsak, balki Gollandiyaning ichida eng cho'ng teşkilat bo'lishi mumkin. Chunki bizning odam sonimiz a'zochi, chiqildiganlarchi. Biz nemish qilmadik deganda teşkilat bir yerda bor. Qurib qilamiz. Siyosiy teşkilatimiz bor, ma'rif jamiyatimiz, Uyg'ur birligi bor. Bizning qurmaslik maqsadimiz nishaniki bizning maqsad o'zimizni to'ntirish, yaşlar özünü reklam silish emas, haqiqiy amaliy bir siqildigan bir grup bo'lgan ekan. Shu bar tashkilotning keyingi taqim muqim tur berib, aşçı tashkilot planlagan va qilamayotgan ishlarni aqsal turib taqim yaxshi berayli. Mayli Uyg'ur birligining bo'lsin, mayli Sharq Turkiston ma'rif jamiyatining bo'lsin, mayli bir yana qurultayning kelgan bir planlari bo'lsin, aql turib yaxshi berayli degachga, shundan biz hozir o'zimizni tashkilot qilib çıkışın ornu yok. Çünkü bir teşkilat var. Yani artık bir teşkilat kılıp yana o nurgun çık kalan pancık toplaşı mümkün. Tabi şununla teşkilat kuruluşunu biz doğru görmedik azıcık. Hem de abim sorgan sual gelsek, belki malu 420 metresi namayiş kanat planı var. Elbette yaşlan bir yığıl yok. O yığılışının nurgun okşmaydıgan balla okşmaydıgan nait yaxşı Cenk yaşlarının çık boğan için okşmaydıgan Jasurluq bilan planlarni chiqardi, nurg'un o'qishmaydigan asoslar. Albatta biz yana birinchi o'ylab Yevropada yashayotgan ekan.
hem o namayışımı Avrupa Parlamenti Brüssel bo'lgan ekan, o'zimizningki qandaq qilish qalaydigan bir millatni bildirish uchun albatta normal ba'zan planlarni qildik. Uni tafsilini deyishning o'rni yo'q. Faqat biz o'zimizningki rətlik namayışdan azgıca grupta to'xtamay davatımız o'zimizningki grupida namoyish bo'lgandan keyin u yerda biz rasman Uyg'urlarni ko'rishgan bormidik. Biz u yerda tomosha bormidik. Biz u yerda hammamizning vazifamiz bor. Shu namoyish mayli qancha soat bo'lsin, hozir bir qilishimiz bilgan 4 soat deganda qildi namoyishni. Mayli 4 soat bo'lsin, mayli 14 soat bo'lsin, namoyish bo'lgandan keyin biz ayni ovozimizni anlataylik dunyoga. Derdimizni anlataylik deb borgandan keyin namoyish boshlashdan boshlab oxirigacha astoydil bo'lishimiz kerak. Shuni to'xtamay guruhlarni so'zlayapmiz. Bolalarga diqqat qilib ko'rishgan ish bo'lsa, namoyishdan keyin ko'rishib olsak bo'ldi. Qarangni namoyishdan keyin qilsak bo'ldi. Qolgan o'sha ishlarni namoyishdan keyin qilsak bo'ldi. Lekin biz vazifa bilan boramiz. U vazifamiz nayt og'ir bir vazifa. Chunki u vazifa orqamizda millionlagan Uyg'ur zulm chekayotgan Uyg'ur qavmimizningki vazifamiz bor, biz ortib qo'ygan. Ayda zulm chekayotdi, turmada qilishdi, yashadi. Biz ana namoyishning vaqtini sarf qilib, o'zimiz bilan paranglashib, o'yin tomosha qilganda u yerda kulib jarat yursak, bizga yarashmaydi. Biz ayda Uyg'urlar da'vat o'tdi, Uyg'urlar buni o'tirib o'taylar bag'anniki o'zimiz yarashadigan va haqiqiy namoyishniki nimsini chiqarish uchun aslida astoydil bo'lishimiz kerak. Har xil tuzumlarimiz bor, o'zimizniki bor. Har xil o'xshamagan shaklda rad chiqaylar planlar qilib, inshaalloh mayli tak hammasini deyishni xohlamayman, chunki tasodif bo'lmay qolsa yana nurg'un yoshlar yana nurg'un odamlar yana umidsizlik qolmasin deb o'ylayman. Yana biz mayli mana plan qilgan bilan bir tashkillab baktan bir grup emas, bir tashkilot bo'lmagan, bakmagan bir ish bo'lgan ekan, balkim xatolik bo'lishi mumkin. Shundan ansirab ba'zi narsalarni demayman, lekin birdan-bir deydiganim, nayt astoydil bilan boshdan oxirigacha qoidani buzmay, namoyishning tuzumini buzmay, rətlik shaklda, jonli shaklda inshaalloh shu namoyishni boshdan oxirigacha tugatamiz, Xudoyim bo'lsa. Albatta bu namoyish tugandan keyin shunlar tugamdi, albatta bo'lmaydi. Vazifamiz oxirigacha, bu oxirigacha degan gap tam shu butun Uyg'ur qarindoshimiz vatandoshlarniki Sharq Turkistonning ichida zulm chekayotgan qarindosh erkinlik chiqqan qadar Uyg'urlar erkin yashash sharoiti kelganda aniki bizning vazifamizni tugataylik desak bo'ladi. Bu 5 kişi namoyish bilan tugab qolmaydi. Bizning yo'limiz uzun deb inshaalloh hamma ishlarda mushta astoydil shaklda oxirigacha chiqamiz. Bo'ladi, birozdan keyin men sizning eng oxirgi so'zlarini olaman. Ilshod qarindishimiz, ya'ni Ilshod bilimini demay o'tib ketdi. Xo'sh. Chunki ashak berib ko'rsin debchi. Shunga ashak berib ko'rgini yaxshi yo'qotdim. Allah razı olsun. Yani birozdan keyin men shu namoyishda yoshlarimiz nima ish qilib berish kerak, shu kuni degan masalada hozir deyolmasak, chunki qaytadan yani deyish fursati yo keladi yo kelmaydi. Bunun uchun aşağı bağlan yaş qarindoshlarimiz qandaq bir intizom altini saqlab berish kerak degan masalaga men eng oxirgi so'zlari, javoblari sifatida men birozdan keyin so'rayman. Eysa Qarajim buningga bu namoyishninki munosabatlik sizning yana qatlagan so'zlari bormi? Bu namoyishga munosabatli qatlagan so'zim nima deganda her bir Sharqiy Turkistonlik namoyishga chiqishni o'zining iymonviy burchi deb qarash lozim. Bu vaqtda iymonviy burchi deb qarasa, ham o'ziningki qarindishiga, millatiga yordam qilgan bo'ladi, ham shuning bilan birga Alloh tabarak va taoloning oldida uningga savobga erishgan bo'ladi. Agar buningga iymonviy burchi deb qaramasa, bir namoyishga chiqadi, ikki namoyishga chiqadi, undan keyin to'xtab qoladi. Ammo iymoniy burchi deb qarasa, vaqtida bu iymonninki qizitishi, bu iymonning o'ti, iymonning cho'g'i oxirgi tiniqigacha davomlashadi. Ya'ni vatani, millati uchun oxirgi tiniqigacha davomlashadi. Üzülüp qolmaydi. Allah razı olsun. Birozdan keyin eng oxirgi so'zlarni olaman. Yani o sözde
Gollandiyadagi Uyg'ur jamoatiga yana qandaq bir so'zlar bor degan savolni so'rayman. Hozir so'zni men Obul Qosimga bersam, bu tuzilma masalasida yana qaytib qo'ydigan, yana u kuni Gollandiyada Uyg'urlar nima ish qilish kerak, u yerdagi intizom masalalari va yoki u yerda masala to'g'risida qaytib qo'ydigan so'zlar bo'lsa olay. Qaytadigan muhim bir ikki masala bor. Xo'sh. Birincisi namoyishga borgan qarindoshlarniki tavsiya bu asos bütün hamma davlatlarga deyilyotidi. Biri ikki narsa muqim bo'lsa, bir qo'lda bayroq, cho'qim borganlarniki qo'lida cho'qim bayroq bo'lsin. Türkistan devletimizdeki bayraqı bir qo'lda bo'lsin, yana bir qo'lda bir tuqqunninki resmi bilan, agar imkon resmi bo'lsa resmi bilan, resmi bo'lmasa turmada yetayotgan tuqquni bilandir yoki tunishi bilandir ish qilib tunimaydigan bir odam yo'q bizniki. Bu hozir chet elda yashayotganlarki har qanday bir odamniki bir turmada yashab turmada va yoki ularninki deb atagan tarbiyalash lagerda deydi masalan. Lagerda olsun va yoki turmada olsun bir tuqqunninki resmi olsun, resmi bilan va yoki rasm bo'lmasin uni ismi bilan tug'ilgan vaqti bilan kichik bir atletga qog'ozga chiqarib lozunka qilib bir qo'lda shu lozunkini yana bir qo'lda bayroqni ko'tarib chiqishni bu tavsiya qilindi. Buni qarindoshlar takrorlayman. Yana bir imkon bo'lsa do'p kiyib olsak, bir qo'limizda bayroq, yana bir qo'limizda bir tuqqunimizniki va yoki tonishimizniki turmada ekanligini ko'rsatsak. Buni men ta'kidlab deyman. Chunki u yerga 5000 odam namoyishga boradi, balki 5000 dan jiqadan borishi mumkin. Namoyishdan keyin namoyish jarayonida Yevropa parlamentidagi komissiyonga bu namoyishdagi maqsad, ya'ni bularga sunildi va sunilgan vaqtida vatanimizdagi hozir turmada yetayotgan necha millionlagan sonni davatimiz. Ammo qo'limizda hech qanday bir isbotni yo'q. Ularga og'zimiz so'zlaganimiz bilan amaliyatimizda qog'oz bilan ko'rsatmasak, u ishonmaydi ekan. Buning uchun bo'lsa o'sha tuqqanlar turmada va yoki tonishlar turmada qarindoshlar shularniki ismini, shularniki resmini shu tashkilot, shu guruh hozir 9 dan bor. O'sha 9 danniki birisiga qazki bersa, shuni yetkazib bersa, va shuninglar birga namoyishni ko'tarib chiqsa degan buni qayta ta'kidlayman. Bu bir masalada. Ikkinchi masala bu bir balkim chet eldagi, ya'ni tarixdagi cho'ng bir namoyish bo'lishi mumkin. Ya'ni hozirgi shu yaqin vaqtning ichidagi. Bunda bir namoyishning o'rtaga chiqishi Xitoyni cho'qim bearam qiladi bu. Uning uchun Xitoy bu namoyishda bir qalayqanchilik chiqarishi va yoki bu namoyishni to'sab qilish uchun har xil o'yinlar o'ynamay degan olmaydi. Xo'sh. Buning uchun namoyish jarayonida bunga har bir odamniki diqqatchanlik bilan ashunda qalayqanchilik chiqaradigan va yoki oramizda ashunda yomon g'arazdagi odamlarniki balkim yaxshi bir to'g'ri ko'rsatish orqali xato yo'lga kirib qo'yishi mumkin masala. Buning uchun ashunda ishlarni sezgir, aqlli, yaxshi inkas qaytarishimiz. Chunki namoyishda to'ldigan shuarni bir guruh tayyorlab shuarni to'ldirmoqchi. Ya'ni xohlagancha hammadan o'zi to'laydigan, xohlagan so'zlaydigan bo'lmaydi. Buning uchun yani ba'zan o'zimiz hissiyotimiz tutib ketib qo'yadi. To'lab chizdigan hissiyotimiz tutib ketib ba'zan balki Xitoylar uchrab qolishi mumkin. Bunday jiqadan biz hissiyotli millat. Shu ajda ishida pala puluq masalan. Yani yo'lda Xitoy ko'rib qolsa urib ketmayli demoqchimisizlar? Yani ajda u aşağıda bosh ko'zni yerib qilmay chiqadi. Yani diqqat qilishimiz kerak. Deb men uni takrorlab demoqchi. Xo'sh. Nihoyatda eng esil gapdan birisi bu, evet, to'g'ri.
Yani bunun da qarindoshlarimiz yezibdi, shu tamoqlarni iloji va o'zi olib kelgan bo'lsa, chunki Xitoy darhol buningga qo'l tiqishi mumkin bu namoyishni buzish uchun. Tamoqning bexatarligiga diqqat qilsanglar deb bir qarindoshimiz yezibdi. Buni Gollandiyadagi qarindoshlarga desak ve bütün dünyada qarindoshlarmi shu kuni ilib keladigan tamoqqa intayin diqqat qilsa, biror chatoq chiqib qolib qolsa, albatta buni Xitoy bizning ustimizga otishga tirishadi. Albatta buning bexatarligiga diqqat qilsak. Xo'sh, uningdan boshqa qarindoshlarimiz kep yezibdi, kep chiqqan oqibatlarga tuyuqsiz o'tirg'i chiqib qolgan masalalar, chatoqlarga nisbatan oldin olish planinglar bormi debdi. Buningga Alloh xolis yoshlar biraz tayyorlik qildi deb qarayman. Albatta bu 9 kishilik guruhmi albatta shundoq masalalarga ega bo'ladi deb qarayman shu kuni. Xo'sh, buningdan boshqa bu parkir, ya'ni mashinani qo'ydigan va yoki juma o'qiydigan va yoki nat turadigan masalalarda albatta kechda inshaalloh yodimning bor vaqti deb qo'ysam, shu Gollandiyadagi sohibxon tashkilot bo'lgan va yoki sohibxon qarindoshlarimiz bo'lgan qarindoshlarimiz bilan biz kechda yana bir suhbat o'tkazamiz shu 4-27 kuni Belgiyadagi Gollandiya debdimi? Belgiyadagi sohibxon jamoat boshqa necha 10 davlatdan kelgan namoyishchilar qo'shiniga qanday qilib berdi, nima ishlarni qilib berdi, bexatarligi, mashinani qo'ydigan yerlar, namoz o'qiydigan yerlar masalasi nima ish qilib berdi masalasi kechda yana suhbat ilib boramiz. Qarindoshlarning xabari bo'lib qolsin. Undaq so'zni Abdusalomga bersam, buningga yana qaytib qo'ydigan so'zlar bormi? Ya'ni bu namoyish kundagi masalalarga. Qaytib qo'ydigan so'zim biz endi qani bir oy muqamida vaqtimiz. Buningda Amalva Gollandiyadan bayam kim dedi, Norvegiyadan 400 adam chiqib qopti. Demek biz endi Gollandiya bo'lishimiz bilan hem yaqinligimiz, hem odam sonimizning ko'pligi, hem azaldan bu Yevropada eng jangovar bir davlat, eng jangovar Uyg'urlar va eng aktiv Uyg'urlar va bir davlat bu Gollandiya. Yani bo'layotgan ishlarni, tashviqotga chiqqan odamlarni ko'rsakmi, mesela yaqinlik şu teşkilat var, yeni bir teşkilattan kurulganlığını deysek mi, qanday bo'lsa işte bir jangovarlik hareketçan bir Uyg'urlar yig'ilgan yer. Şununla layık bir iş kılıp 200'den aşırı bağımsak bulmaydı. Biz en az 500 adam bağımsak bulmaydı. Benim gibim şu, ahir gepini versemler ile kağınlı. Değil, bizge masaj veriş gereken halkımız. Allah razı olsun. Ben ahir sözüne ilişki başlayayım. Vaktimiz bir yer berip kaldı. Elşat İslam qarindoshimizdan, yani o günü o yer toplanan yaşlarga albatta hammaylar uyimizdan chiqib sep bo'lib mangmaymiz bu yerda. Hammaylar o'zimizning uydan chiqib ayirmaymiz inshaalloh hayot bo'lsak. Shu kuni shu yerdagi yoshlarga nisbatan mayli intizom masalasi bo'lsin, mayli boshqa masalasi bo'lsin deydigan so'zingiz bo'lsa, o'sha naq maydonda bir nim qilgan bo'lsak. Endi gap amaliyot pek chiqdi. Avvalda qisqartib gapimni qilay. Albatta intizom degan obyen degandek u yer bag'andan keyin Uyg'ur vakolatidan boramiz. U yer bag'andan keyin namoyish bag'andan keyin har bir qiliqlarimiz, har bir ishlarimiz, har bir gapimiz Uyg'ur vakolatidan bo'ladi. Shuningga Gollandiyaning Uyg'urlari emas, ash namoyish bargan butun o'xshamaydigan davlatning qarindoshim deydigan gap shu. Her özümüzde pek dikkat qildi. Qiliqlarimizga, to'layotgan shuarlarga, hatta aşağıdaki namoyishniki qoidani buzmaydigan shaklda çok bekrak dikkat qilishimiz kerak. Gapni keslam etalaymiz. U namoyish Xitoylar bizda ilqi mandaq xalq millat, andaq urush amroq, so'qish amroq millat deb butun o'ziniki Xitoyning ichiga taqdirdi. Butun dunyoga taqdirdi. Siz unda emasda qo'potgan insonlar bo'lgan ekan, ashira shundoq chiroyli namoyish o'tkazib, qalamqon chiqamay, o'zaro qat'iy qalamqon chiqamay va qarsaqchilar bilanmi, yo odam deb o'tganlik yo'llar atrofida bira Xitoylar o'tib kelish mumkin, Xitoylar o'tib kelsa qalamqon vaqirib, qillab qilishni qat'iy cheklaymiz. Namoyish kuni ichida qalamqon chiqarib, o'zinga bo'ysunma qilgan har bir Uyg'urni xoin desak bo'ladi. Çünkü o çakçak kıldığı kişi emas.
Bu namoyish aktimiz deb o'tdi. Bu balki tarixga yozilgan cho'ng bir namoyish bo'lishi mumkin. Shuning bu namoyishga qat diqqat qilmasa bo'lmaydi. Bu birinchi bo'lib yoshlar. Yoshlar o'zi yasacham bo'ladi yoshlar degan qiziq bo'ladi. Albatta ba'zi o'zim nima qilolmaydigan ish bo'ladi. U vaqtda atrofga kelgan qarindoshlar chiroyli shaklda bir taraf qilishimiz kerak. Bu namoyishga nurg'un sharoitni yaratib ne Gollandiyadagi qarindoshlarni o'tirib akalarimiz va qolgan 9 namoyish qarindoshimiz o'xshamaydigan sharoitni yaratib mashin bo'lsa kino bika o'rinda bor tomoqni qanday qilamiz namoz nada o'qiymiz mashina nada o'qiymiz degan narsa va qanday berish kerak yordamni qilamiz degan amaliyotda o'zimlik shaxsiy o'ylagan desa amaliyotda bu hamda bir ortiq albatta millat uchun qilamiz buni qilish kerak gapni rostdan qilsak bu zulm mushak kelganligi bu namoyishni fursat mayli nada bo'lsin o'zimiznikini 20-30 euro ekan bilan 30 so'm qildi 300 euro kesmo bir şeyler har kun namoyish qilmaydigan ekan butun narsani tashlab o'tgina berishimiz majbur berishning sonimi qanday qilishimiz o'zimiz bir taraf qilishimiz kerakki shuna bo'lsinmi yana müşerik terimiz müşerik ablerimiz tashkilotlarimiz yani qalin qatirib qanday qilsak eng yaxshi sharoit yaratib beramiz qanday qilsak jiqroq odamlar kelish uchun qanday sharoit yaratib beryapmiz deb hech kunduz başını qatırıp mesela yol alıp durvatdı. Mesela bütün Gollandiyaniki aldı bilen bütün Gollandiyaniki cemaat çok küçük akıllarımız, inlerimiz, alakalarımız var. Mesela bizler kim var? Namayışga inşallah hemimiz çıkayla uzun yıl oturup gittik, korktuk, vatan berip kile edip namayış çıkmaktık. Hemimizini saklap baktık, ümit tutmaktık deydi. Ümit tutkenin akıbeti müşten boğazdı. Neçil burundaki abim tabi ötkendek mollamlarını, yezdeki küçük yezlerini okşamaydan şekilde desin bekler oturdu. Hazır her bir uygun meyli sen zaten kadir bolsun, şu Xitay'niki kadir bolsun, ya sakçı bolsun, ya ticaretçisi bolsun, nim bolsun, uygunlan buldukça senin ata-ananı, atka erlerini, insanlarını aşağıda zulüm çektir oturdu. Turmudum bu naçar. Yetişinde çıraylar, ügünüş kampanya. Amniyet o turmudum naçar yerine hemen bilip yetotmuz. Ottasa kopsak şu yerine gitti. Jıglap oturmuz. Muşmu kümmü bizge de. Somali'ne, bu devletne, naçar millet o yaratılmay kılımız en az ula özün vatanıge erkin halette berip kılalaydı. Teyfimden görüşelaydı. Dünyada bizden başka geçer millet yok da buraya hazır. Adanamlar katıcan teyfim paranı çalamsa, uyanikilerden katıcan paranı çalamsa, Assalamu aleykum da diyelemse, rostumu da diyelemse, vatanı baralamsa, bu hem nasi yitidir. Koptum burun çıkmadan onun meyli deyimiz hazır. Az kopsam, uygansam kiçikmeyse uygun. Az kopsak mı kiçikmeyse. Hem de kiçikimiz, hem de yanık kopmasan, adanın içinde, hatta inlerin içinde, yanık kokap yürütsen sen insanda bir oylaysan sen. Kokma. Kokkaçta biz bu alet kep kaldık. Kokkaçta bu şu şarayet çıkıp kaldık. Bu şu alet çıkıp kaldık değil. Bu şu alet çıkıp kaldık. Kokkaydıgan nemi kaldı yana? Hemimiz çıkılı. Ve ben özüm Xitay'da yokken, Xitaylarning qanday qo'rqqancha qilib men bilaman. Kichkin tatbiq bo'lgan. Xitoylar bizim bir bo'lmasin deb amalda ziyatsa, tashkilotning oraliga xoinlansa, parchilib ketsin, millatning ichi xoinlansa, parchilib ketsin deb tirishyapti. Nimishqa birlashib ketmasin deb. Chunki ular bilirki, Uyg'ur birlashsa, bu Xitoy billion bo'lib ketsa, biz hal qila olamiz. Vatan ola olamiz. En az deganda Uyg'urlarning erkinligiga erisha olamiz. Shuningga sal ko'mayli har qandayslarni bir bo'ladi, mush bo'ladi, vatan, millat, bayroq degan oldi mangadi. Bir ishkilan chiqamiz qolsa, Xitoylar bir taraf qilish oson. Lekin hammamiz chiqsak, Xitoylar hargiz o'ramaydi. Biz shuning uchun o'zimiz uchun Alloh uchun. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. İsa Qaracımның en ahırkı sözünü alıyorum. Gollandiyadagi cemaatga nisbatan bu kuni qanday qilishimiz to'g'risida o'zininki bir eng oxirgi ko'ngil so'zini deb beramiz. Mening Gollandiyadagi jamoatga qiladigan eng oxirgi so'zim ikki nuqtaga markazlashadi.
Birisi, biz bu 4. ayının 27'sideki namayışqa tayyorlik qilyapmizda, bu cho'ng namoyishning sayesinde barın şehitlerini eslaydigan namoyishni unutmaylar. Bunun o'xshash şekilde jangovar bir qiyofada chiqaylar. Xitoy hukumatininki oldini 2009 yılı qandaq zilzila keltirgan bo'lsak, bu qitimmi shuna bir zilzila keltiraylik, ama qarindoshlar bayon qilgan şekilde tartib intizomga bo'ysungan şekilde. İkinci türlük oturup qo'ydigan masalan nima deganda, ümidim nima deganda, biz namoyishga chiqishdan ilgari qalbimizni tutib, men Allohdan qo'rqamdimi degan savolni o'zimizdan samimiy shaklda so'rab chiqaylik. Agar bu savolni samimiy shaklda o'zimizdan so'rasak, Alloh tabaraka va taolo bizning her qanday qiyinchiliklarımızga chiqish yo'li ato qiladi. Qur'oni Karimda bu to'g'rida ochiq oyat bor. Bu oyatda nima deydi deganda, "Va may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib." Oyatning ma'nosi, kimki Allohdan qo'rqsa, Alloh unga chiqish yo'li ato qiladi, ham o'ylamagan yerdan rizq beradi deydi. To'g'ri, bu oyatningki Qur'oni Karimda kelgan siyoqi boshqa siyoq, taloq to'g'risida oyatning bosh va oxir tarafida taloq to'g'risida so'zlaydi. Ama Qur'oni Karim oyatlarini bu o'zining siyoqidan elib, ya'ni boshqa o'rinlardan ishlatishga bo'ladi. Boshqa o'rinlarda ishlatgan vaqtida Qur'oni Karimning har bir oyati bir qoidaga aylanadi. Ya'ni bir formulaga aylanadi. Bu formula nima deydi deganda, bu formula deydiki, kimki Allohdan qo'rqsa, Allah onunla çıkış yolu ato qiladi deydi. Mayli bu namoyishga Gollandiyadan qatnashganlar bo'lsin, mayli butun dunyodan qatnashganlar bo'lsin veya qatnashmoqchi bo'lganlar bo'lsin, en başta men Allohdan qo'rqamdimi degan savolni o'zidan so'rash lozim. Agar Allohdan qo'rqaman deb bir javobni o'zining qalbining sadosidan olgan bo'lsa, bu vaqtida Allah çıkış yolu ato qiladi. O qarindishimizni şu namoyish maydonida ko'rgan bo'lamiz. Va yana Qur'oni Karimningki bir oyatida deydiki, "Va qul i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu vel mu'minun." Oyatning ma'nosi, ey musulmonlar, ey payg'ambar, sen musulmonlarga deginki, ular amal qilsin, ishlasin, harakat qilsin. Sizlarning qilgan ishlaringlarni Peygamber ve Müslümanlar görüyordu. Sonra biz bu yerde kılgan işlerimizni Peygamber'e, Müslümanlara, halkalarını göz tutmaz. Ama göz tutma bazı vakitte namoyish o'xshash yaxshi ta'sirlarni paydo qilib, namoyish orqali g'ulab ketgan davlatlar bor. Ama namoyish orqali hal qilinmagan masalalar bor. Ama biz umumiy shaklda namoyishning foydasini qarasak, namoyish haqiqatan zalim'e karşı turuştaki bir kural deb qarayman. Bu kuralni işletish imkonimiz bor. Namoyishdan iborat bu kuralni biz zalim'e karşı işletishimiz lazım. Bunga bexodlik bilan qaramasligimiz lazım. O'yg'oq turishimiz lazım. Yana bir qatim ta'kidlayman. Her bir Uyg'ur, her bir Sharqiy Turkistonlik o'zidan o'zi samimiy shaklda so'rash lozimki, men Allohdan qo'rqamdimi deb so'rab, bunga samimiy javobni o'zidan olgandan keyin bu namoyishga har qanday bir Uyg'ur otiladi deb qarayman. Allah razı olsun. Esa Qaracımdan Allah razı olsun. Ahırkı sözü bo'lgan qarindishimizning Obul Qosim qarindishimizning ahirgi so'zini olaman. Bu so'zni ilishdan burun ba'zi qarindoshlar inkos qilib yozibdi. Mushu shuarlar bir 15 kun burun taqib berilsa markazdan shuarlarni birlikka kelib yaxshi mashq qilib olsa, kishilar bilib olsa debdi va undan boshqa inglizcha shuarlarni ko'proq qo'llagan bo'lsak debdi, chunki bir xalqaro so'rin bo'lganligi uchun. Bundan boshqa Ilshod qarindishimizning so'zini anglayotgan vaqtimda bir narsa esimga keldi. Chunki ba'zi namoyishlarimizda tuyuqsiz biz o'ylamagan, planlamagan bir ishlar o'tirg'i chiqib qilgan shu vaqtda. Shu namoyish qatnashadigan yoshlar bo'lsin, mayli cho'nglar bo'lsin,
her qandaq bir shaxsniki o'zi bilib bilmay namoyish planlanmagan bir harakatni qilib qo'yib, agar namoyishga salbiy ta'sir bo'lib qolib qolsa, albatta buningki jazosini, buningki hisobini shu qarindoshlarimiz berdi. Shuning uchun namoyishda har qandaq bir yosh qarindoshimiz bo'lsin, mayli qatnashchi cho'nglar bo'lsin, o'zi bilib maxfiy holda ba'zi ishlarni planlamasligini umid qilamiz. Chunki burungi bir qitimliq namoyishda ba'zi qarindoshlarimiz o'zi boshqa bir ishni planlab qo'yib, ya'ni hech kim bilmaydigan, tashkilot bilmaydigan, jamoat bilmaydigan planlab qo'yib, u yerda ma'lum ishlar yuz berganligi ma'lum. Buning uchun Gollandiyadagi qarindoshlarimizga shuni tavsiya qilamizki, biz bilmaydigan bu 9 kishilik guruhni bilmaydigan yoki Gollandiya yoshlar jamoati bilmaydigan o'zimiz xohlabla ma'lum ishlarni o'zimiz bilib qilib qo'ymayli. Hamma ishni maslahat bilan qandaq planlarimiz bo'lsa 9 kishilik guruhga va yoki yoshlar jamoatiga va yoki bu yerdagi tashkilotlarga deyli demoqchiman. Xo'sh, Obulqosim Qarajim o'zlariga so'zni beraman. Ama oxirgi so'zim. Yana qo'shib qo'yadigan bir masala bo'lsa, Gollandiyaning bayrog'ini bir inshaalloh Gollandiyaning biror odam bor deb o'ylayman. İnşallah. Bir yüzdek adam Gollandiyaning bayrog'ini ilib olsa degan tavsiyani qilaman. Çünkü her davlatdan kelganlar o'ziniki Sharq Turkistonning bayroqlari birga shu yashayotgan davlatning bayrog'ini olib kelmoqchi. Yani ma'lum qismdagi odamlar. Çünkü Avrupa Komisyonunun aldığı kurashgan vaqtida hamma davlatdan kelganligimizniki bir nimasi isbot bo'ldi. Yani bu 5000 odamniki butun Avropadan, yani nurg'un davlatlardan kelganligimiz bu bir ifoda va ma'no bilgan bo'lganligi uchun Gollandiyaning bayrog'ini ilib olishni tavsiya qilaman. Undan keyin shuar masalasi zodi keladi. Shu yaqinda keladi. Onu taktığımız anda ortak şuar bulundu. En ahir deydiğim Gollandiyada yaşayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizniki namoyishga bormaydigan hech qanday uzri yo'q. Xo'sh. Chunki namoyish e'lon qilingani 2 oydan oshib bo'ldi. Yana bir oy var. Yani 3 oydan biri bu namoyishniki e'lon qilinyapti. 3 ay ichida bir kunlik vaqtini chiqarmagan adam onunla biraz yaş ketmeydi. Onun üstüge 4. ayının 27. günü ise Gollandiyada padişah günü. O gün ise her kadar işlesem bunu da zorla işleyen ama iş yok. İşlemeydi o gün hiç kim. Onda olanken ya işkinci kalıp hiç kimin özürü yok. Ve işlep kalırken ya ki o ya ki bu özür hiç kimin kabul kılınmaydı. Yani belki işlediğin günler falan olsa değişimin kadar ama fakat amal yok. Hem de hazır bununla ne de cevap verdi, onu her insan özüne kalbini tutup basıp oldu. Yani 4. ayının 27. günü ise padişahım işlemeydiğin gün. Yani o günü ise Xo'sh. Hem de bayram. Onun için ta'kidlab deymizki, Gollandiyadan bordigan qarindoshlarimizni Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlarniki bormasligiga uzri yo'q. Bu. Endi balki vatanga borib qolishim mumkin deganligimi uzri yo'q, chunki borolmaydi hozir. Borolmaydi. Nima uzri bor? Bundan keyin nima uzri bor? Belki deydigan bo'lishi mumkin, biz ham de Atanın turma kim saklanıp kapazdı. Kirmeyen kim kaldı? Mesela Gollandiyada hazır turma kimlige en az da ya ki terbiyeleş atalmış terbiyeleş lagerine sulu almadan yani tukkunu yok veya ki tukkunu olsun bir tuğluş bölüşü yok bir adam bağımı diyor yani. En az da. Yani aşırı bilip durup yani bağımıza bu kanda yani özür yok bağımlılıktan. Allah razı olsun. Rahmet. Şuna ahirdeki sözler Gollandiyada yaşayotgan en bunun üstüge Gollandiya Avrupa boyunca bu namoyish en yakın devlet.
Hı hı. Dünyanın hem yerden ay bilen neçe bin kilometre net yüz euro biletlenip kilovatkan yerde Gollandiya işbirliği turup bağımsa bunun üzürü yok. Şuna Gollandiyada karındaşlığı takipler deyimiz ki sizin bağımlasınlığa hiç üzürü yok. Şuna barlıq Gollandiyadaki 500 yenge oldu. Bir yerinden uygulaması, bir yerinden hemeden çıkış gerek. Allah razı olsun. Yani saklayılgan üzür veya ki toskun hiç kadar bir nersi yok aldığımızda. İnşallah Gollandiya'nın ki ağızlığı deyip ötük Gollandiya her tarafın aktif faaliyette olsun. Erkanda bir Gollandiya vatan davası aktif olup inşallah bu katım ki Avrupa'daki bu namayişimi Gollandiya'nın ki aktifliğini köksüne arzu kılınır. Allah emeğlerinden razı olsun. Allah rahmet kılsın. Ahırkı sözünü Abdüsalam efendimge bersem, ondan kim programımızı ayaklaştırsak. Burada ben bir qancha narsani bo'lgandim bayon bo'ldi. Savol qo'yibdi va fikr yuritdi. Masalan, tomoqni gibi Xitoy tomoqqa Xitoy zarar sebep seriyendek. Anondan keyin qalay ishlash qilish qanday ko'ziladi. Bu bir cho'ngligini bildiryapti. Cho'ng bir ish bilan bo'lganligini kishilarimiz, xalqimiz his qilirliqchi, his qilyapti, sezyapti. Alloh xolisa, endi Alloh oson. Zulümü hakikaten hemimiz siz turvatımız. Bek İğir günde bizim de bu. Bunda yaşap, işin kuma yaşapı tepkisek hakikaten bir kurt konguzçilik mi kaderimiz bulmagan ve hayat yaşayan bulunuz. Şuna yakşı yani küş iş önlükte, küş bölükte diye yapa şunun için bu kıyafetçilerimiz suallarını soramadı. Nurgun adam bununla kılaylı deyip, müşünde sualını sorap, bilili kılıp, kıvatıdı. Şunu bizim Gollandiya'daki kıyafetçilerimizden cep ümitlük, bizim kollaşını, işinimiz. Andın kiyin bu iş endi şahsın işi emez. Milletin işi. Bayan İsa Karın degende milletin işi emidi mühim. Vatan davası emidi mühim. Bunda olgan ekan ama cık adam kımız bulmaydigan yer. Bir tal adam kılgan iş emas. 4 tal adam çıkıp bir sol berip kelsek, yani biz mi ümidsizlik gitmez. Bir yerde turib kalıp taş robot emas ya maşina dememez. Şuna ümitlenip texmo bu yolda menişimiz üçün bizning şu şahsi Mishal Otağan'ın texmo yaxshi ishlarni qilish üçün bu etrafida adamni bo'lib qo'llab hem biz kılamagan işlerini kılıp, texmi yaxshi fikrlarni berip, nima qilish kerak. Endi menda bir narsa chiqib qoldi, shu 5-6 yilning oldida yozilgan bir narsa bor ekan, shuni bir o'qib berib tugatalyapman. Chunki shu vaqtda hozirgi kunimizga deydigan gaplar deyilib bo'libdi ekan. O'shni bir o'qib beray, shuning bilan qag'ini chiqsak bo'ladi. Tuvandagi savollarga bak uzun o'ylashma. Nimaga bir qarab etsanlar, ikramga. İşkiran var mı? He? İşkiran yok gidip kaldım yerde. İşkiran. Bir kalite var. Ama avaz var. Devam kılsan. Kılıyor ya. Hoş. Tüvendeki suallarga pek uzun oylaşma. Belki sen fakat isimge ekilip bakmagan suallar buluş mümkün. Bilmesen bilmeymen depla cevap ver. Ya ki oylaş bakmagan degendek. Bu suallar senin yaxşı yoki yomon odam ekanligingni isbotlamaydi, faqat sening o'yinishingga sabab bo'ladi. Sening yaqin do'sting bormi? Hamma issiringni deyalaymisan. Yoki boshqa bir odaming, onang, ochang, ukang, akang degandek. Bormi shunda? Masalan, yeshingni o'zgartganligingni, do'stingga hasad qilganingni deyaligidek. Xitoylar bizning tuproqimizda besib oldi. Bizda erkinlik yo'q, to'g'rimi? Agar şundak olsa, yani sende erkinlik yok olsa, sen bu yer kandak geldin. Ölümünü oylap baktın mı? Sen özünü kaderlik adamda oylap bakan mı? Sen ilgizrek yer çıkıp jiraktaki adamda karap külüp bakan mı? Oylap bakan mı? Sen daim azabından sen, düşkünlüş bakan mı? Muşu düşkünlüklerden, azaplardan kurtuluşunu oylap baktın mı? Sen özünü muşunda sersallıkta, muşunda kamplarda, lagırlarda yürüyüş değiştik adamda oylamsın. Sen özünün hoşunda yalgan sözler arkalıp
Yalgan sözlep, status ilip, oturma ilip, hayatını kutkuzgan adam dep qaramsan. Eğer undaq emes dep qarsan, o işlerini sen emesmi qıgan. Emes bolsa o kim o? Sen özünden dünyada fakat birli sen var dep qaramsan. Vatansiz adamga pul lazım mı, vatan mı? Sen baxtsiz mi? Sen Uyghur milletini bo'lganliging uchun baxtsizmi? Sen özüngni bor narsalarni sanab boqdingmi? Ko'z, quloq, har xil sezimlar, har xil bilimlar, har xil tillar, mushuncha ko'p narsalarda sen ishlatib boqdingmi? Biroq ishni qilib boqdingmi? Vatansizlik baxtsizlikmi? Vatan uchun kurash qilmaslik baxtsizlikmi? Uyg'ur bo'lganligingga pushaymon qilamsan. Uyg'ur degan ismning status elishga sababchi bo'ladiganligiga-chi? Başkalarga vatanimni başkalar besib oldi deyishdan izzat atmamsan. Statusing chiqmaganligi uchun o'zingni baxtsiz, yaramsiz deb o'ylamsan. Undaqda nemish yolg'on so'zlab status olasan. Nemishqa kunda chiqib namoyish qilmaysan. Mushunda o'ylab boqdingmi? Başkalar sarang deydi debmi? Yoki oxirida ashalang'ash qilishdimmi? Oxir o'lib ketishdimmi? Yoki boshqa nurg'un odam hech ish qilmay yashayverib boradi-ku dersan. Ondaqda o'xshashli nurg'a odam o'lib ketib boradi-ku. Qahramonlik qilib o'lganlar bor. Shularning o'limi bekor ketganmidi? Boshqalarni qo'yayli, sening o'liming bekor ketarmi? Yoki o'lsaklarimiz tugaydi dersan. Allah razı olsun. Rahmet. Bundaqda en ahırda eğer favqulodda ketib qo'ydigan gapinglar bo'lsa 1 minut vaqt berma, bo'lmasa programmani oyoqlashtirma. Mening bir ketib qo'ygan bir gapim bordi. Xo'sh. Аңа қылған бір фұрсатқа yanmırtım sizге rahmet. Sizden şu nəhd meydanda görüş, söhbət, nəhd yaxın olmadığını aylayıcı. Hem görüp, hem nümpatımız nəhd yaxın rol oynadısınız. Sizden Allah razı olsun elbette. Yanında sizge bütün şu cemaat Uyghur qeyrindaşları muhtayıqan meyli boldan yerim dünyanın her qaysı yerde yaşatқан Uyghur olsun. Xitaylarniki vazifesi, Xitaylarniki nişanı Uyg'urlarni yo'q qilish bu dunyoda. Faqatlam bizning dinimiz bilan emas, faqatlam bizning madaniyatimiz bilan emas, bizni bu dunyodan yo'q etmoqchi. Butun Uyg'urlarni o'ldirib tugatmoqchi. Ma'ni esimizda chiqaratmaydi. Bu o'ldirimiz deyilganlarga qarshi bo'lmasak, biz qanday o'zimizni erkak yoki Uyg'ur deb misol olmaymiz. Biz faqatlam o'zimizniki hozirgi bir turmushimizda mushada o'tsasak Akşamda aklımızdaki evlatlarını oynaşmasak bulandı. Biz obdan oynayalım. Xitaylarning işi, siyosatchilik degan Xitayning işi. O'ziniki kichiklam, pulim bo'lsam bo'ldi, uyim bo'lsam bo'ldi. Balam qanday bo'ldi, davram qanday bo'ldi, qarshi o Xitaylarning işi. Biz Xitoy bo'lmaydi. Bir millat kelib bizim bo'zaqlimiz oldi. Bizni o'ttirib yo'qdayil oldi. Biz qarshi turish bizning majburiyatimiz. Albatta biz hozir chet elda bevos qarshi turamiz, ayet bo'lgan zulmni erkin dünyada bütün dünya alış her bir Uyg'urning vazifasi deb o'ylayman. Majburiyatimiz. Deydigan gap shunchalik yanbaqdim. Alloh razı olsun. Shu degan ketilgan qarindoshlarimiz bor. Alloh razı olsun. İnşallah Gollandiyadan emas, Yevropada har qanday yer o'xshagan davlat yashayotgan Uyg'urlar imkoniyat bor bo'lsa, hammamiz tang chiqaylik va bu namoyish to'xtab qolmay davomli bütün dünya besin verip avazımızı anlatmanda her zaman tayyor oldu. Allah razı olsun. Allah sizlerden razı olsun. Allah İsa Qara hacimden, Abdüsalam efendimden, Obul Qasım hacimden, İlşat qarindoshimizdan razı olsun ve görürmen qarindoshlarımızdan razı olsun. Bu yerga fikir qatqan, inkas yazgan. Meyli Sadıqcan Salih qarindoshimiz olsun, meyli kim olsun. Özünün fikrini mana shundaq erkin maydonlarda iniq ochiq o'tirib qo'ygani eng afzali shu. Keynimizdan g'ayvat qilmay, shikoyat qilmay, maydonlarda ochiq deyaligini shu eng bizning to'g'ri yo'lga ketib qolganligimizni bildirdi. Hammanglarga rahmat aytaman. Inshaalloh erta kechda bilgiga sahib qolgan davlat bilan bir programmamiz bo'ladi. Inshaalloh Dunyo Uyg'ur qurultayiniki diniy ishlar komitetining raisi qatnashadi bu suhbatga inshaalloh. Bundan boshqa bir qancha qarindoshlarimiz inkaslarni yozibdi. Bo'lsa shu namoyishga suvni ko'proq ichib olsanglar, shularni ko'p to'g'lab hisob qilishimiz mumkin deydi. Inshaalloh buningmi Gollandiyadagi bu 9 kishilik gruppa cho'qim ko'ngil bo'ladi deb o'ylayman. Bu suvning
qimmatligini, yaxshirog'ini ko'proq ilib olsak deb o'ylayman. Uningdan boshqa xo'sh, inkaslar asosan bu shaklda davom qilibdi. Qolgan qarindoshlarning inkaslarini hammani o'qimadim. Alloh omonat, hammanglarni Allohga topshirdim. Yana bir qatimliq suhbatimizda ko'rishishga omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Alloh omonat.